Assalomu alaykum dunyoning arkadaşlarıyken muhterem vatandaşlar. Hemmalarga Allah'ın salamı rahmeti bolğay. Muhterem qarindoshlar, bugun diqqatingizga Uyg'ur ziyolisi Mevlan Yasin Efendining taqdim qilishida Xitoylarninki 36 yilisini izdinish qilib bizga taqdim qilib berayotgan 8-bobni bugun taqdim qilib berilgan bo'ldi. Xabaringizda bo'lgandek, fidoyilar ekran naq maydon boshlangandan keyin Mevlana Yasin Efendi bilan bekçik programlarını yapardık. Bugünküsü umumi 39. son buludu. Ama ilgirki salları bizimki Facebook, YouTube burunqi akkauntlarımızdaki ziyankeşlik uçraş sebebi tüpeyliğinden burunqi organlar yo'qolib ketgan ahvol bo'ldi. Hammalar uchun ig'ir bo'ldi. Bularni taqdim qiluvchilar uchun taqim shundaq. Ammo bu Xitoylarning 36 yilisi ve Uygurlar namidagi bu taqdim qilingan programmaning vazn va qimmati, foydalanishchanligi yoki yaxshi bo'lganligi uchun vatandoshlardan kelgan tekrar talab taqdimlarga asosan Mevlana Yasin Efendim inshaalloh oldimizgi fursatlarda ilgari taqdim qilinib bo'lgan va yo'qolib ketgan qismlarni qo'shib toki 36 qismgacha bunu tamamlab berdi. Albatta bundan boshqa sohalarimiz izlanayotdi. Xabaringiz bo'lganda Xitoylarning odam yeyish madaniyati deganga o'xshash. Herhalde qamchi o'zidan, miyimi o'zidan ketayotgan ziyolilardan birisi. Bizmi xabaringiz bo'lganda xolis xizmatida bo'lib kelyapmiz. Ekranimizda Mevlana Yasin Efendim. Assalomu alaykum Mevlana aka, xush keldingiz. Aleyküm esselam. Ufka kanda avalın yapıştıram size. Yaxshi, Bir de yaxshi. kanda avalın deyince, kanda avalınız deymen ki, bir de taşkalık kupak menke, bir de vuruculuk kupak menke, şu almış bitmen ki işte. İkkalasi yiqiroq ya killa, o'rimchikroq kelamdoq ya oqso'roq. Şunda ya tatlı öyle kumul turpullardır, tüselleri, üzleri demdok ya. Abay bir neçin na iyiden ben bu yılın ahırgıçı ama 8. soktu 36 yılı doğruluk sözləvatqan yılın ahırgıçı burunqu sözlügenlerini qayta texmi rətlab texmi yaxşılaş üstüdə qayta bir qur sözləb ötümən bu birinci. İkinci manimin biz daim sözlügende bir yerde soңғы bingfa soңғы bir yerdeki bingfa ne strategiya taktika dep alsa en doğru buludu. Düşündü. Endi biz o soňda harbiy usuly, qamusiy dep her ýaly terdim kılmyska, ameliyat bir bingfa degine soňzynyň strategiya ve taktika diýen gep. Many alda biz soňzy bingfany sözläwatmyz, ma 36 ýylyň sözläwatmyz. Bu ikisiniň farkyny bilip alaýly. Soňzy bingfa degen 2500 ýyl burun ýazylgan. Milladiden burun. O kadimki Xitay tilinde ýazylgan. O Xitay tilinin qadimki tilimincha o'xshamaydi. Burunqiga borsanlar ajoyib bir necha ko'rsizlar, ajoyib bir necha ig'iz so'zlar. Asta bu qadimki tillarmi sal osonlashgan, keyin mavo mingo qurilgandan keyin bu hozirgi zamon o mavo ommabop Xitay tiliga o'zgargan. Shuning uchun qadimki so'ngzi bingfani Xitoylar tushunmakmi tas. U degan qadimki Xitoy tilida yozilgan. Bu ishkimi mavo o faqat bu yillarni qanday qilish kerak, bunday yillarni o'rgatmaydi. O cho'ng strategiya tarafidan bir qo'mondonlarga qanday boshqarish, qanday vaziyatni analiz qilishni o'rgatadi. Uni nayt oz odam o'rgangan bu Xitoy tarixida. Chunki uni o'rganmak u til qadimki tili. Unki tarixda Xitoylarda burun tarixlarda hamma millatdagi ziyolilar nayt oz. Şu için soňgy bingfa hazırkı mesela hazır Amerika'nın West Point deydi. Amerika'nın harbiy mektebi garip noktadymy tallarını dəstək kirdi. Onun da o nayt töz bolgandyky bunu halk düşenmeydi. Bu halkka düşendiriş için bu 36 nima soňgy bingfanyň soňgy strategiya harbiy taktikasının Cevrini tallab, xalqlarga ommabop tilda tushundirish, hikoyalar bilan tushundirish uchun keyin asta 36 yilga chiqqan. 36 yilining masalan bugungi deyilgan Wudong Shingyu bilan qadimki so'nggi bingfadagi yilishi o'xshamaydi. Bu tarixda shu 36 yili degan keng doir xalqqa hikoya shaklida
odatdagi hikoyalar haqida tushunadigan savodsiz odamlar hammasi tushunadigan shaklda xalqlarni o'ttirida tarqalgan. Bu ming sulosi kelganda endi bu ratlanib chiqqan. Ratlanib chiqqan. Ana buning 36 yilining kelganigimi hozir qachon kim so'zlab o'tganimiz 1500 yil bo'ldi. Demak, so'nggi binfa chiqib 1000 yildan keyin bu 36 yillar bir-birlab shakllanish kelgan. Hozirgidek mandaq 4 so'zlik Xitoylar Chingyu deydi, idiom deydi shakllanganiga 1500 yil bo'ldi, gayla texda 500 yil bo'ldi dedi. Mush uzun jarayonda. Xitoylarning bu jarayonda nurg'un so'zlari, masalan, Qing sulosi davrida nurg'un 7 davlatni birlashtirdi. U vaqtlarda Xitoylarningki o'xshash so'zga, o'xshash narsaga necha xat orqali ifodalash bo'lgan. Endi Qing Shuang bu Xitoylarning so'zini birlik akagan. Hamma xat yizg'ini. So'zini emas, xat yizg'ini birlik akagan. Shuning uchun hozir qadar Xitoy tillarida bir xatni ikki xil ma'noda o'qiydi. Ikki xil o'qiydi, ikki xilda ma'nosi o'xshamaydi. Ikkinchi bu Xitoylarning bizning yeziq o'xshamaydi. Bizning 20, 36, 32 harfimiz degan shakllandi. Undan keyin mayli qanday so'z bo'lsin, shu 32 harf bilan biz ifodalaymiz. Shuning bilan yozdi. Xitoylarning o'xshamaydi. Xitoylarning hozir qadar qilganda Xitoylarningki harfi, masalan, Kangxi lug'atiga qarshi 200 mingga yaqin harf bor. Bu harflar Xitoylarning tarixida asta ko'paygan. Shuning uchun qadimgi vaqtlarda Xitoy tilida bir narsa ifodalaydigan Xitoy so'zi harfi kam bo'lgandan keyin o'xshash harf bilan nurg'un o'xshamagan narsalarni ifodalagan. Shuning uchun bu mushta taraqqib kelgan. Men tuanda so'zlab o'tganda gay vaqtda so'nggi binfa deb olma, gay vaqtda binfa sanshiliuji 36 yila ya so'nggi harbiy qoida deb ikkisini olma. Harbiy qoida degan qadimgi 2500 yil uningga tarixiy fakti bor. Harbiy 36 degan keyin asta taraqqiy qilgan shu jarayonda shakllangan bir narsalarda. Shuning uchun men ikkisini so'zlab o'taman. Bo'libmi, men 36 yilni mandaq kel deb qo'yib qo'yishni xohlamayman. Bu 36 yilining tarixdan tunji qo'yib, eng oxir shakllangan jarayonni, tarixiy jarayon bosqichni so'z o'tkazman. Shuning orqali sizlar Xitoylarningki ideologiyasi, psixologiyasini tushunishimizga foydasi bor deb tushunamiz. Har qanday narsani tushunganda ashuni tub yiltizdiga bo'lmasa, u tushuncha nurg'un vaqtida yuzaki bo'lib qoldi. Shuning uchun men 36 yilni bugun so'zlayman. Shunda to'xtab turing. Bir to'xtab turing. 1 minut men mana nima chiqdi Emsi men 36 yilini so'zlashga başlay, tushunmagan yeringlar bo'lsa, danglar. Men 36 yilini imkoniyat bor, tafsiliy imkoniyat bor, ommabop tilda tushuntirish kerak. Hozir so'zlamoqchi bo'lgan narsa yomon ko'payib ketib bordi. Endi yosh cho'ng bo'lgan sir odamning g'ay vaqtida odamdan bir xil biroz nim deymiz, odam yerish hissiyoti paydo bo'lib qoldi ekan. Birovlarni atdiyanda namozni o'qib bo'lsa 100 kitob, 1,5 soat 100 bet kitob o'qitdim. Hozir qarasam 1 soat 60 betga tushib qolibdim. Shu jarayonlarda nurg'unda rasm birga akalang. Mana rasm bir buni 36 yilda Dichiji deydi, 7-yila deydi, 7-aql. Men endi Uyg'urlar yila deb qopti, men shu mezgildan yila deb tarjim qilyapman. Men o'zim qo'yib bersanglar, buni yili demayman, aql deyman. Mana vujun shingyu yo'qdan borni keltirib chiqish degan. Majatga xatlari bu yiliga bergan tushuncha. Men tuanda bularni so'zlab o'tib ketaman. Xitoy strategiyachilari
mutafakkurlar, logiyashunoslar, diqqat qilinglar, mutafakkur bilan logiyashunoslarning ma'lum farqi bor. Siyosatlar izchil tadqiqot qilib bu 36 yilani 6 katalogga bo'lib, har bir katalogni bir bob qilib, har bir bobga 6 yilani solgan. Bularning bu yilani bundaq katalogga bo'lishi tasodifiy emas. Bu bo'lishdan Xitoy strategiyachilari, mutafakkurlar, logiyashunoslar, siyosatlarning sarlab, misqollab hisoblashini, umumlikni nazarda tutganligini, to'liq o'ylanib ish qilganligini, cho'nqur o'ylab, ig'ir bisiq va ziyrak ish qilganligini bildirdi. Bu 36 yila bo'lsa tartibi, nəhayət mühim gap, tartibi farq etalaydigan hem jasoratga, hem farosatga to'lib toshgan aql to'plami. Bir qitim meni sizni ashni Xitoyni maqtab aql to'plamiz deb tillab ketganlar bor meni. Aql to'plami. Ha buni dushmandimmi intayin cho'ng aqllarni o'rgangan bo'ldi. G'ay vaqtda dushmandan do'stimizdan betarroq aqlni o'rgangan bo'ldi. 36 tuvandagi 6 kategoriyaga bo'linadi. Buning oldingi 3 kategoriyasi ustunlikni egallagan ahvolda ishlatildi. Keyingi 3 kategoriyasi nachar holatga tushib qolganda qo'llanildi. Birinchi g'alaba qilish taktikasi, Xitoycha janshin jiji deydi. Mutlaq bu bo'lsa, mutlaq ustunlik o'rinda bo'lganda qo'llanadigan umumiy tadbir va taktika. Masalan, Amerika, Xitoy bilan va Rossiya bilan Amerika mutlaq ustunlikda. Bu shuning uchun Amerikaning nurg'un jazolari yaqinda ham so'zlayman, ip ketib qolganlar kelib ketdi. Masalan, Isroiliya butun arab davlatlariga selishtirganda mutlaq ustunlikda. Shuning uchun Eronning ichiga kirib Hamasning odamlarini o'ldirib yetalaydi. Liderini o'ldirib yetalaydi. Butun arablarga mutlaq ustunlikda ular hech qanday yaqinga. Bunda vaqtida qo'llanilgan taktikli tadbir taktikli. Ikkinchi düşmanni bir taraf qilish taktikasi. Xitoycha jandi jiji deydi. Ochiq oshkora bo'lgan kuchli raqiblarga qanday taqobil turish kerak. Masalan, bir necha yil burun, virusdan burun Xitoyning kuchi Amerikaga yiqilishib qolgan, shunda holatga tushib qolgan. Shu vaqtdagi Amerikaliklar shu Xitoylar bilan bir yurish taktikalarni ishlangan. Ikkinchi dunyo urushi degan sovuq urush jarayonida Rossiya bilan G'arbning o'rtasidagi kuch silishish xeyli davrigacha bir-birisiga taqobil turgan holat. Shu vaqtida ikki davlatning qo'llangan taktikalarni analiz qilsak bo'ldi. Uchinchi, hujum qilish taktikasi. Hujum qilganda ishlatilgan tadbir va taktikalar. Bular nurg'un bo'lsak bo'ldi. Ikkinchi dunyo urushi Gitler Sovet ittifoqiga hujum qilgan, keyin Sovet ittifoqini uning hujum qilgan, bizning ikkinchi jumuriyatda milliy armiyalar Xitoy hujum qilgan, bu jatga taktikalarni analiz qilsak, nurg'un narsalarni elib chiqamiz. Menga mushundaq bir ochiq suhbat bo'lsa, hammamiz mushu bir turkum odamlar qatnashadigan mushunda masalanga. Men masalan bugun mushuni 38-yilini so'zladim. Mush to'g'riliq, mushu 6 kategoriyaga so'zlayapman. Mush to'g'riliq ochiq suhbat bo'lsa, nəhayət Uyg'urlar tarixidagi narsalarni tortib chiqqani bo'ladi. Men bu yerda tafsil so'zlab turdim. To'rtinchi, qalayimqon urushda ustunlikni ilish taktikasi. Nurg'un urushlarda o urushlar nəhayət qalayimqon bo'ldi. Endi işte kim nag beryapti, dushman nag ketibdi, g'alaba nag ustuni bo'lmaydi. Jang maydoni yoki siyosiy qalayimqonchilikqa yo'liqqanda do'st bilan dushmanni farqlantirish kasb bo'lganda qo'llangan tadbir va taktika. Hozir biz Uyg'urlarning ichidami, o'zimizning ichida vatanga ketib qolganlar bor, tanqid qilayotganlar bor, o'z taqdirini o'z belgilayotganlar bor. Mustaqil deydiganlar bor. Bizning ishchimizdimi, qaysi bizning do'stimiz, qaysi bizning dushmanimiz, qaysi bizningki o'rtada ig'volik Xitoy taraflar hozir bizni bilinmay yuryapti. Mana buni Xitoycha xunjanji deydi. Xun degan qalayimqon degan. Beshinchi birikma degan turimiz birlashtirish. Buni ximiyat nayt olishdi birikma qilish taktikasi.
o'zidan ojizlarni ogohlantirish usuli bilan o'ziga bo'ysundirish kerak. G'oy vaqtda qattiqlik bilan, g'oy vaqtda hiyla bilan qarshi tarafni o'ziga itoat bilan bo'ysunishga majburlash. Mana bu endi bu masalan cho'ng davlatlar, masalan Amerikaliklar, masalan hozir masalan Avstraliya Hamas urushida masalan Misrlarni, Jordanlarni, bularni Amerika o'z taraf asosiyatdan bular Amerikaning digini bo'yicha ish qildi. Amerika demagan bo'yicha ish qilolmaydi. Bularni o'z tarafga akilib olganda bularni mushu taktika bilan birlashtiryapti. 6. Mag'lub bo'lish taktikasi. Bu degani qurilish qo'shinlaringiz mag'lub bo'lganda ishlatadigan tadbir taktika. Mana bu 6 xil taktika har birisida 6 dan yili bo'lganda Xitoy bu 36 yilini nima uchun bundaq 6 kategoriyaga bo'ldi? Leksiyaning uyg'un yerlarga kelganda bu to'g'riliq tafsiliy to'xtab o'tamiz. Bugun men 6 kategoriyani so'zladim. Keyingi suhbatlarda nimishqa bu dunyodagi urush siyosiy kurashlarni Xitoylar bu 6 ga bo'ladi? Bu Xitoylarning psixologiyasi va tarixdagi falsafa asosi nima? Bu to'g'riliq tushuncha berganda endi buni tushunamiz. Buni tushunganda biz Xitoylarning qadimgi Laozininki falsafaga va Xitoylarning ishlangan Dao Jiao deydi. Ularning dastlabki diniga biroz chunqurlab kirish to'g'ri keldi. Raqib bilan kuch farqi ancha cho'ng bo'lmaganda shiddatli jang qilish ikkili tarafni odam va iqtisod jihatdan zo'r chiqib qilish ehtimoli cho'ng bo'ldi. Ikkili taraf zo'r bo'ldi. G'alaba qozongan tarafni zo'r holsizlanib davomli urush qilish mag'durdan ayrilib qoladi. Kuch-quvvat ortiqchilik bo'lmaganda aldamchilik yoki yana hiyla muhim rol o'ynaydi. Bu yerda da'vatgan aldamchilik hiyla 2 nuqtani ichiga tutadi. 2 nuqtadan ko'zga oladi. Birinchi, qilayotgan harakatimizga dushman xato hukm chiqarish. Hiyla ishlatishning dushman bizning harakatimizga xato tushun. Ikkinchi, bergan xato uchurmasini dushman rost deb qabul qilish. Mush ikkiga yetalganda bu hiyla rol o'ynay oladi. Her iki tarafta odam kuchi va iqtisod qatorliq manbalarda ortiqchilik bo'lmagan ahvolda moyir taktika va har xil hiyla ishiltish cho'ng rol o'ynaydi. Haqiqiy ortiqchilik har xil hiylaga yenglik kirgizib ishiltishdan kelib chiqadi. Gap shu, yengiliksiz vaziyat qarab aşı hiyilani siz anlagan tarixda o'rgangan shu hiylalarga yenglik kirgizib ishiltalamsiz. 36 hiylaning ikkinchi kategoriyasi mushu nazariyani qanday qilib amaliyotda qo'llanish ustida ratlanib chiqqan. Boshqacha aytsak, raqib bilan kuch tarafdan taxminan tang bo'lib qolganda qanday qilib g'alabani qo'lga keltirishni nishon qilgan hiyla ustida to'xtaymiz. Bu kategoriyada 6 hiyla bo'lib, bugun biz so'zlamoqchi bo'lganimiz shu kategoriyadagi birinchisi. Yana 36 yilning 7-si bo'lgan yo'qdan borni keltirib chiqish Wu Zhongxingyu. Bu 36 yilining ichida tushunishga eng qiyin yili. Xitoylar bu endi eng qiyinlar Xitoylar deydi, mushu yilini 36 yilida mushu yilini tushunmagan odam 36 yilining hech qaysini tushunmaydi deb Xitoylar o'tirib bu chujak bor. Bu mushu yili 36 yilini tushunib, ashni amalga oshira oladiganning ochiqishi deydi. Uyg'urcha lug'atlarda masalan buni Xitoylar kimlar tushungan desangiz, masalan tarixdagi Zhuge tushungan deydi. Han sulasini qo'ygan Liu Bangni, Zhu Yuanzhangni, Mo'ng'ullarni og'dirib tashlab Zhu Yuanzhangni, Mao Zedongni tushungan deydi. Mao Zedongni hamma Uyg'urlar biladi. Mao Zedong
ve Cankeşni yisalsa Xitaylar deydi. Mavzudun peki Jingangsanda dehqonlarni qo'zg'ab 70-80 neylda qo'li neyldan boshqa askari yo'q vaqtida Cankayşining milliondan jiq zamonaviy qurollangan askar bor. Shu mavzudun aşı askarlarni yetaklab eng oxiri Cankayşni og'dirib tashlaydi. Buni nimishqa og'dirib tashlaydi desa, Xitoyning strategiya jili deydi. Cankayşi mushu yilini Hujun Shinyuni tushunmagan tarixda deydi. Mavzudun buni intayin moyirlik bilan tushungan deydi. Üç davlat qissasimi Liubining maslahatchisi Zhuge hech askari yo'q. Zhang Fei Guanyu Zhao Zulungdan boshqa hech askari yo'q vaqtida Liu Bei ashuni savsovlarga hammasiga zarb turib chiqib ketgan, chunki Liu Bei mushuni tushungan deydi. Boshqalar buni Liu Beidek tushunmagan deydi. Shuning uchun 36 yilida bu yilining darajasi bu 36 yilining tojisi deydi bu. Mana rasm 2 ekranga. Keyin sizlar büktünüz Uyg'urlar Zhang Zhizhong Ahmadjon Qosimlarni 900 askari bilan Ahmadjonning 40 ming askarini taslim qilgani mushini tushunganlikdir. Mana Hujun Shinyu tuandikli mening tarjimam yo'qdan borni keltirib chiqish. Buni qizil qilib qo'ydim, yoni yeshil qilib qo'ydim, rangida sizlar ko'rinish oson bo'lsin deydi. Bu Uyg'urcha tarjimasini o'qib bilalaymiz-ki, bu idiomdan salbiy ma'no chiqib turdi. Uyg'urchada lug'at qarab baqsam buni o'ydirib chiqarmoq, yo'q yerdan putoq chiqarmoq, tuxumdan undirmak deb tarjim qildi Uyg'ur lug'at qarab. Nima Uyg'urcha? Yana yo'g'on Uyg'urcha ham Xitoycha lug'at majmualar, yaxshi yozilgan lug'atlar. Bu Uyg'urcha tarjimasini o'qiblar bilalaymizki, bu idiomdan salbiy ma'no chiqib turdi. Uyg'urchani o'qisanglar bir salbiy ma'no chiqadi. Amaliyotda Xitoychada bu idiomning salbiy ma'nosidan aktiv ma'nosining tarkibi ko'p ta'kidlanadi. Qalamdimi, alamdimi to'shib yetgan bir hikmatni ifodalaydi. Shuning uchun men uni yo'qdan borni keltirib chiqish deb tarjim qildim. Nima uchun bunday tarjim qilganligimni mushu leksiyada tushuntirib o'taman. Bu birinchi qizil xatni bu deydi. Bu odatda Xitoycha yo'q degan narsa. Bu sanjaji purultay yo'q degan ma'noni bildirdi. Lekin Hujun Shinyuga buyatki bu yo'qni yolg'on, soxta degan ma'noni bildirdi. Yo'q degan Xitoyda odatda bor degan narsani bildirdi Xitoycha xatda. Lekin mayada yo'q bo'lsa rost, chin, amaliyat degan ma'noni bildirdi. Hujun Shinyu degan rost bilan yolg'onni aralashtirib etmek. Rost ichida yolg'on bo'lishi, yolg'on ichida rost bo'lishi, rost bilan yolg'onning o'rnini almashtirish orqali qarshi tarafni tartibsizlikka va qalayimqonchilikqa selib qo'yib, xato hukm va xato harakat qilishga yetaklashni ko'rsatdi. Hozir Uyg'urlarningki vatan qaytib ketib qolgani misol olsangiz, Xitoy mushuni ishlatdi. Hech qanday kelinglar dedi. Bizning Los Anjelesda shunda jiqadi, cho'nglarda shunda chiqgan. 6 oylik ketganlar bor. Men nechisi bilan paranglashib chiqdim. Qandoq deb. Endi ularga kirib ketsam yomon cho'ng uzrab ketmas, so'zlasanglar ayrim. Mushta bizning ayrim eliq suhbat yo'qcha, eliq ochiq suhbat. Ashni nechisi bor, hammasida kelganlar, ketganlarni bilganlar bilan so'zlashdim. Gaylar ashaga berib qarsangiz o'ttirash o'ynayotgan, mush rasm chiqgan hech qanday. Gaylar deydi, berib keldik. Hech qanday tuqqanlar biz bilan ko'rashmadi. Gaylar deydi, dadamning qabrisining yeniga chiqib, unda bir duo qilaysam tuqqanlar tatib ketdi, duo qilsang bo'lmaydi. Gaylar deydi, Uyg'urlar hammasi burunga qaraganda hozir yaxshi bo'lib ketdi, yiliqda kechilar tutib ketgan ishlar yo'q deydi. Hozir Uyg'urlar ashuni yaxshi bo'lib ketdi deydigan bo'pti-da. Endi talalarga chiqsangiz shunda jimjit xotirjamdek his qilsizga deydi. Birisi deydi, bir so'z bilan yakunlasam Uyg'urlarni butunlay tunjiqtirib qo'yibdi deydi. Zuvanni chiqmaydigan qilib dedi. Hozir har qanday yerda
bir eski ko'cha divan qilayotgan Xitoymi 20-30 Uyg'urning ichiga kirib, Uyg'urning yuziga tükürib, urib chiqib ketsa-mi, hech kim gap qilmay turgan holat kelibdi. Shu ashqa Uyg'urlar har xillar bor. Men 7 bilan so'zlashib chiqdim, ashlar bilan parang qilganlar. Yani muşa endi Xitoylar hozir ya qirg'inchilik deb nurg'un Uyg'urlarga mush vizalarni berib, uyalarga basaylik bizni erkin deydiganga xuddi naqshlarni butun iliqi Abdun Rahim bo'yicha naqshlarni uyushtirib, menda erkin borgu. Naqshchi, gitarchi, Erkin aka, oshlar ya. erkin ata. O bizni uyimizda endi misha bir yer turadi, Uyg'urlar qat'iy aralashmadi. Misha birisi aralashadigan uyimizga bir mashahatsan 10 minut yerda. Kelib bir Uyg'urning nimasiga nazir chiroqqa kelmaganda hech qanday Uyg'ur boyaga yaqin kelmaganda u kelmaydi. U berib uningga shunchaqqa yaqin Uyg'urlar goylar berib ularni oliy maktablarda ancha dars so'zlashlarga o'rinlashtiribdi. Goylarni nimaga TikTok chiqaribdi. Agar TikTok chiqishga ma'qul desangiz 20 ming so'm xalq puli berar ekan. Xitoylarda ana chiqqanlar borki, endi nurg'un ishlar bo'ldi. Xitoy hozir dunyoni hozir mush yo'qdan bir mush irqiy qirg'inchilikning ichidan bir noiti yiliqi taraqqiyot, bir erkinchilik bir dunyoni yoritib chiqyapti. Dunyo shuni ko'rsatyapti, Uyg'urlar keng ko'lamda unga qatnashyapti. Bu ilani yana yo'qdan borni keltirib chiqishni bu ilani yana yo'qdan borni keltirib chiqishni qo'llanganda eng muhim halqa bo'lsa rost bilan yolg'on o'zgarib turishi kerak va birlashib turishi kerak. Hozir Xitoyning siyosati boshdan oyoqgacha yolg'onchilik qilsa, qarshi taraf o'ngay bilib qoladi. G'alaba qozonmoq tez bo'ladi. Yolg'ondan rostiga o'tib, soxtalikdan chinga olmishib, yo'qdan borni keltirib chiqib, qarshi tarafni iziq turish kerak. Xitoyning qo'llayotgan siyosati. Xumandan bo'lgan odam dushmanning dushmanning qaymoqib qolgan vaqtidan foydalanib, o'zining rost amaliy kuchini ishlatib, dushmanning kutmagan yerdan chiqib, dushman o'shini yig'ib olguncha hujum qilib g'alaba qozonish kerak. Oldingidan suhbatni o'tdim, G'uljidagi Xitoylarning qo'ygan turmilari. O turmlarni qo'yganda dunyo shu sharqiy, O'rta Osiyo bo'yicha eng chong erkin bozor qurganda u turmlarga qilib G'uljilardan, xalqlardan shunga jiq pul jiq. Shu vaqtda G'ulji viloyatdan 300 million xalq pul yig'ibdi. Yig'ib u yerda nurg'un ishchilar ishlab, hatto goyliq cho'ng savdogarlar bizga mushundaq bir necha yil uy qolsin deb necha million pul berganlar bor. Şu 300 milyon bunlarga aş xalqlarni qilib, ingoq 300 milyonning hammasiga Uyg'urlarning qo'liga soldigan ko'za, ko'saylarni putiga soldigan zanjirlarni ilib, ana soldi Uyg'urlar voy mandaqga deb bo'g'ichi Uyg'urlarni urib tunjiqtirib, rost abliyatni ko'rsatib va chiqirdi. So'ngda harbiy qoidasi ma rasm 3ga qilingan. Sal töpede dur, sal töpede. Mana. Mana maden asla so'ngzi binfanın muşisi neminenke so'ngzi harbiy qoidasining mushi gibidan kelib chiqqan. Mana men o'quvchiman Xitoy tilimni tarjimasini o'qib beray. Mana Xitoyning so'ngzi binfanı bunday oddiy imishda yozilgan gap tarjima qilsa xeyli uzun bir gap o'qitdi. Buni nurg'un bilmaganlar, qadim Xitoy tilini bilmaganlar o'qib tushunmaydi bu gapning nimasiga. Bu Xitoycha. Masalan, bu gapning ma'nosi Mavla Yasin tarjimasi qarshi tarafni bosh ekkizmoqchi bo'lsang, ular eng qo'rqadigan va andisha qiladigan ish bilan tahdid qil. Qarshi tarafni gapingni anglaydigan qilmoqchi bo'lsang, ularni to'xtamay chepib yurib, holsizlandiradigan harakatga solg'in. Qarshi tarafni o'zingga qitib olmoqchi bo'lsang, har xil manfaatlar bilan ularni aldab iziqtir. Uyg'urlar mushni hammasidan zarbini yeb keldik-ku.
200 oldingi birinchi jumriyatni tortib shu vaqtcha solay ta bugungi kunga qadar qaytishlardan tortib mashlan solaydi. So'ngzi Bingfada asli manda yozilgan. So'ngzi Bingfada bu gap. Yuqoridan bilgini bo'ladi ekan, bu idiom yo'qdan putak yoki chataq chiqarish nila mazmun qilmaydi. Chiqarish nila mazmun qilmaydi. O'ng'aysiz yoki xatarlik ahvolda har xil chora taktikalarni qo'llanib o'ziga o'ngishli vaziyatni yaratishni ko'rsatdi va bir xil aktiv aqldan ishorat berdi. Xitoy siyosiy sahnalarda va yozmalarda bu idiomni eslatganda xuddi Uyg'urlar tuxumdan tukni undirdi deganga o'xshash salbiy ma'noda ishiltish ahvoli bo'lib qolsa-mu, 36 yilda buni bir ijobiy ma'noda ishiltirdi. Men 36 yil ustida to'xtayapman. Shuning uchun men bu idiomni yo'qdan borni keltirib chiqarish deb tarjim qildim. Yo'q narsadan bir borni keltirib chiqarish, bor narsani yo'q qilib ketish. Bu yilani tasvirlaydigan jumla harbiy qomus 36 yila So'ngzi Bingfa, eng oldin Bingfa bilan 36 o'ttirishkini men tushanda, Bingfada dastlabda yozilishdan tortib bugun kunda ishiltayotgan Wuzhong Shengyu degan tamsiliga aylanishiga 1000 yildak vaqt ketgan. Milladiydan burun 771dan 476 yilgacha bo'lgan bu davrni Xitoy tarixida bahor kuz davri Chunchu Shiday yoki bo'lmasa bahor kuz urush davri Chunchu Jangu Shiday deb ataydi. Bu davrga Xitoyning Laozi deb faylasup. Bu Laozi degani Xitoylarning barliq falasuflarining buvusi. Laozining eng donliq bir gapi bor. Ming bu veysi nayha yesi cürü deydi. Xalq ölümden qo'rqmasa, sen uni qandoq ölüm bilan qo'rqitsan degan. Bu davrga Laozi degan faylasup axloq noma Dao De Jin degan kitobni yozgan. Bu kitob dunyoda eng ko'p bitilgan kitobning birisi deb hisoblanadi. Mushu kitob dunyoda eng ko'p tarix bitilgan kitoblarning biri deb hisoblanadi. Bu kitobda mundaq jumla bor. Rasm 4ga qiling. Rasm 4'ki. Ana aşağı. Ana astediki. Şimdi. Manda 天下万物生于有，有生无能，有生于无. Men tercümesinde bununki dünyadaki barlık narsalar körgini bulunduğun mevcudiyetten kilip çıkan. Körgini bulunduğun mevcudiyet körgini bulmaydıgan narsalardan kilip çıkan. Mana bu söz bolsa Wuzhong Shenyu'nun dastlabki So'ngzi Bingfa'dan burun kelib chiqishning manbasi. So'ngzi Bingfa buning orqali biz yuqori so'zlaganni deydi. Asli u So'ngzi Bingfa'dagi so'zmi mushundan kelib chiqqan. Laozining bu jumla dunyodagi ko'rinadigan bilan ko'rinmaydigan, bor bilan yo'qning o'zaro beqindilik qildiganligini va o'zaro o'zgardiganligini aytib berdi. Bu yerde Laozi'nin tikip kaldı. Laozi'nin 5 üzüntüsünü tercih kılıp koyay. Bu üzüntüler Uygurlarının hazırki vaziyette ilip gitip bargan faaliyetlerine payısı var da kalay. Yani beni tıllıp ketmekle ama Xitay'nın sözünün payısı var da Xitaylarının bu neçe min yıllık tarihinde acayip biz Uygurlar için paylılık gep var. Laozi üzüntülerden birinci 1000 kilometre uzun sefer birinci kademden başlanıdı. İkinci, qiyin ishlarni oson vaqtida qilib ulug' ishlarni oddiy vaqtda qilib. Bizning ikki jumriyat oson vaqtimizda qilib olgan vaqtimizda yo'q deb. Oson hozir shuncha bir qiyin ahvol qoldi. Buni bilsam. Uchinchi, boshqalarning cho'nqur muhabbatiga erishsang, sana kuch-quvvat beradi. Boshqalarga cho'nqur muhabbat bog'lasang, sana jasorat beradi. To'rtinchi, yaxshi karvanning o'zgarmas nishoni bo'lmaydi. Ham oxirgi nishoniga yetdim degan niyat bo'lmaydi. Beshinchisi, yaxshi ish, yomon ish yaxshi natijani keltirib chiqardi. Yaxshi ishmi yomon natijani keltirib chiqardi.
Milladiydan burun 2002dan 8 yilgacha bo'lgan bu davrni Xitoy tarixida Shixan deb ataydi. Xitoy o'zini Xitoy yana Han deb Xitoy o'zini Hanzu Han deydi-ku. Xitoy o'zini Xitoy yana Han deb atishi mushu davridan boshlangan. Bu davrda Wei Liaozi degan Xitoyning bir muhim harbiy kitobi tarqalgan. Bu kitap yuqorida so'zlab o'tgan Laozining dialektikalik ideyasini harbiy ishlarga qo'llanib, yo'q bilan borning munosabatini analiz qilib mundoq yozgan. Rasm 6ga kelinglar. Sal tuang chiqdingiz. Ana. Manda 6ga. Buningki Zhang Quan urush huquqining 12 bobida manda yozganda nima Xitoycha 战犬来户道之所及，有者无及，安所心之. Bu gapning tarjimasi jonliq va vaziyatga qarab o'zgaradigan qo'mondonlik bo'lsa, urush qoidalarini harakatchan qo'llanishdan kelib chiqadi. Kuchlik vaqtimizda o'zimizni ojiz ko'rsatsak, ojiz vaqtimizda o'zimizni kuchli ko'rsatsak, dushman bizning haqiqiy ahvolimizni qandoq bilalaydi? Bu kitobning tashabbus qilayotgani dushmanni yo'q narsa bilan, yana soxta ko'rinish bilan qo'ymoqtirib, dushman bu yo'q narsaga ko'nib qolganda, bu yo'q kuchni borga aylantirib, kutmagan yerdan chiqib zarba berish. Degani o'zingni dushman noyat kuchingni osirab, dushmanga inta ojiz ko'rinib, dushman rostmishda ojizga deganda tuyuqsiz chiqib zarba berish. Bu 36 Leyla degan kitob qachon dunyoga kelgan va kim yozgan? Bu to'g'riliq Xitoydami aniq ma'lumot yo'q. Xitoy 36 yilining ratlanib chiqishini 1500 yil bo'ldi deb hisoblanadi. Chunki milladi 446 yilga maqta Nanchishu Wangji Zhejuan degan kitobda mundaq jumla bor. Ashna tuandikan sal astiga. Ana deganda Tangong 36ji Zhouwei Shang. Zhouwei Shang degan men Xitoycha nimalarni ma kitobdan Xitoyni 36 deganda olaman. Va 36 yilininki eng oxirgisi mana 36-si Zhouwei Shang. Mushu kitobda Zhouwei Shang degan kitob xat jumla bor ekan. Buningga 1500 yil bo'libdi. Shuning uchun Xitoylar 36 yilining dastlabki kelishiga 1500 yil bo'ldi degani mushadan chiqdi. Endi bu Zhouwei Shang degan nim degan gaplar 36 yilida pashni qiqib ketgan a'lo. Bir ish umutsizlik bo'lganda uning bilan so'qishman demay, dushman kuchli bo'lganda uning bilan jang qilmayman demay, sen darol askarini chekinib chiqib deb o'ngishlik paytni paydo qilib, andin dushmanga zarba degan. Andin bu 36 yilining 1500 yillik tarixi bor degan yakunining asosi 36 yillar dastlabda yozilganda bu yillarni yana Wuzhong Shingyuni mundoq yozgan. Rasm 8ga kelinglar. Shaydan. Bir xatni qizil qilib qo'ydim. Bu xatning ikki xil o'qishi bor. Men yerda Kong deb o'qiydi. Men yerda Kong deb o'qiydilar. Mana o'qisanglar, qadimgi tili, mana hozirgi zamondagilar o'qisanglar tushunmaysizlar. Masalan, Kongye, Fei Kongye, Shiqi Suo Kongye, Shaoyin, Taiyin, Taiyang. Bu gapni hozirgi tilda Xitoy tilida yaxshi bilganlar bu qadim Xitoy tilini bilmasa o'qisa bu gapni hech ma'no chiqmaydi. Mana tarjimasi oldi bilan kichik yolg'on usulni ishlatib, uningga ulab cho'ng yolg'on usulni qo'llanib, qarshi taraf bu yolg'onni rost deb qolgan vaqtida yolg'ondan rostga o'tib ketib, qarshi tarafni vayron qilish. Bu gapning ma'nosi mana. Hozir tilda bu chiqmaydi. Buni hozir Xitoy nurg'a Uyg'urlar bo'lganlar qadimgi Xitoy tillari mushta yozilgan. Bu yerki Kong degan bu yerki Kong degan qizil xatniga Kong degan soxta mayada soxta yolg'on degan ma'noni bildirdi. Bu yerki shir degan xat bor, u xat bo'lsa bu yerdagi rost chin degan ma'noni bildirdi.
Asta bu yilani xalqlar orasida vujung shingyu yana yo'qdan borni keltirib chiqish deb ifodalaydigan bo'lgan. Har qanday narsani biz oddiylashtirishga tirishimizga demak shuning o'xshash bu Xitoylar eng oxiri mushundaq bir oddiy idiomga egagan. Bu mush idiomninki paydo bo'lish jarayoni. Bu yillarning demakchi bo'lgani mundaq 3 bosqich. Birinchi bosqich yolg'on narsani dushmanga rostlab ko'rsatish. Dushmanmi bu yolg'on narsani biz ko'rsatgan yolg'on narsani rost deb qabul qilish. Dushman bu yolg'onni rost deb qabul qilgandan keyin buningga qarata chora usullarni planlab chiqadi. Dushmanning bu yolg'on uchurlar ustida planlagan chora usullari bizga foydali bo'ldi. Albatta bizning hisobimiz bo'yicha tuzgan planlari cho'qim bizga foydali bo'ldi. Ikkinchi bosqich dushmanga yuqorida rost deb ko'rsatgan narsalarning yolg'on ekanligini bildirib qo'yish. Uning ketib berib bildirib qo'yish, men buni tushundirman. Buning orqali dushmanni beparvo holatga akab qo'yish. Buning natijasida bu harakat qanchalik kuchaysimi va qancha takrorlansimi qarshi taraf bular yana bizni aldayotidi deb tushunib sal qaraydi va kori bo'lmaydi. Mushu G'uljidagi turmani qo'ygan chaqda nurg'un ziyonlar etibdi. Bu turmaninki buning bir yili bor, buning diqqat qilinglar, pulni bermanglar deb nurg'un ziyonlar desa, G'ay Uyg'urlar vay bu unda emas deb Xitoylarmi darrol buni bilib, Xitoy o'zchatdan voy buni turma qildi ekan, unda qildi ekan, ig'vo paranglarni Xitoylarni u yerga taqdi. Daha kunda taqdi vergandan keyin Uyg'urlar bu bir yolg'on gap. Bu rost aşı bozor qurdi, malasaq ig'vo qilayotganlar deb Uyg'urlar ishonmadi. Bo'lmasa shu vaqtida mushni o'ttirib qo'ygan ziyonlar bor ekan, Xitoy o'zlari buni yoshirish uchun mushtaq gaplarni u yerga o'zlari qo'yib berdi. Qo'ygandan keyin bular anglayverib, Uyg'urlar anglayverib, bu rost cho'ng xalqaro bozor qurdi bizni mumkinmaydi deb. Amaliyotda endi Xitoy bozor qursin, bir yer qurmamda shuncha jihiyat turib turma qurayotgandan keyin nima ish qildi deb o'ylamagan gapda. Bizniki ashnimi o'ylamagan gapda pul deganni berdi. Endi nurg'un men 2006-yili borganda shuni Uyg'urlar ishlayotgan, 2013-yili borsam Uyg'urlar shunda ishlayotgan. O'sha Xotongong deb qo'ydi, to'qim, to'xtam ishchilari bu Uyg'urlar shunda ishlayotgan Uyg'urlar degan. Va nurg'un degan hayajonlanib ketganlar ekan. O'rta Osiyo eng chong bozor qurdi deb. Bo'lmasa shu vaqtlarda mush gaplarni Xitoylar o'zlari tarqatib Uyg'urlarni behuda qildi. Üçüncü bosqich bu yolg'on harakatni rost harakatga aylantirib etish. Lekin dushmanda bularning qilayotgani yolg'on harakat degan tushunchani davomlashib turishiga o'yin o'ynab turish kerak. Shu vaqtida masalan shu bir chatdan Uyg'urlarni Xitoylar o'z tarafdan bir chatdan bu turma qurdi degan yilini o'zlari bir chatdan Uyg'urlarcha xalqcha taqdib, yana bir chatdan mush Uyg'urlar butun uyga yezlarga dehonlarga pasport olmamsa sen Jungo garajdamga nimish pasport olmaysan deb dehonlarning uylariga pasport berib, mush usul naqshi o'yin chaqchaq deganda qonda o'yin qo'yib berdi. Oyoqdan ayolgan gap. Shunlar maning bilan Uyg'urlarni qaymoqtirgan gapda texim. Dehon asas qatlamdagilar uyga kirib pasportingiz nimish pasport olmaysan deb. Shu Uyg'urlar pasport elib shuncha pulni xajlab yetibdi. Bu Xitoyning qo'liga tushgan gapda. Har bir pasport degan necha yuz qo'y. Bir uyda 5 odam bo'lgansa 2-3 ming qo'y pasport olsiz. O 20 million Uyg'urdan qanchalik pul yeb ketdi pasportida. Bu pasportlar hammasi o'zidan keyin turma kirgan jinoyat bo'ldi. Bir chetda o'yin naqsha usul men 2013-yili borganda o'sha ili daryo bo'ylariga butunlay Uyg'urlarning mashrablar bilan to'shib ketdi ekan. Ana bosim o'yincha odil degan karomat, erkinchilik yoshi deb shunda deb ketdi ekan. Bu vaqtda degan tushun bu vaqtda dushmanga tuyuqsiz hujum qilsa, bularning qilayotgan yolg'on degan tushunchida bo'lgan dushman tamoman pasib ahvolga tushib qoladi, aktiv bizning qo'limizga o'tib. Uyg'urlarning
bugungi kunlarga kelganda bu yillar mundaq mazmunlarda ishlatildi. Davr o'zgarishi bilan bu yillarning texnikalarning o'zgarishi bilan ilm fanlarning o'zgarishi bilan bu yillarning ishlatish mazmuni o'zgardi. O'zgardi ham boyligi ko'paydi. Mo'l bo'ladi bularning. Bugungi kunlarda men ma'lum qildim, hamda sizlar o'zinglar boshqacha o'ylanglar qilib beqinglar. Birinchi, qilcha asossiz tuhmat o'ydirib chiqish va ig'vo tarqitish. Oq qorni almashtirib etish. Mavjud bo'lmagan narsani haqiqat deb so'zlash. Ahmad qilgan ishni Mamad qildi deyish. Chikatgini ko'rsa yo'lvosni ko'rdim deyish. Bunda qilishning maqsadi dushmanni yo'qotish, boshqalarga o'ra qo'llab ziyonkashlik qilish, o'zga foyda manfaat akilish. Uyg'urlarning qirg'in jarayonida Xitoylar mushni ishlatmadimi? Nurg'un Uyg'urlar bir terrorist harakat emas, ular hatto Xitoy parastlar. Xitoy parastlar. Masalan, Nur Bahrindan qandaqda uningdan keyin Muzdahbar burunqi Vaybanning direktor bo'lgan. U Xitoylarning Muzdahbar kelgan, mening uyim kelgan, bu Urumchidan tanishmiz, tonish uning bilan. Men 6 oy o'qish kelganda mening uyimga langman yigini keladi. Va yanlaman deganda uning bilan tonish uning bilan Urumchi vaqtimizda taniymiz. Men keladi. U degan Xitoy ishonganlarda ishongan mishaga, masalan, Los Angelesga Xitoylik umiki keladigu, ummak kelganda bu Jing Tuanjang Xitoy muavin Tuanjang bo'lib keladi. Bu Fu Tuanjang bo'lib boqmagan. Bu misha har qanday vaqtda kelganda Xitoy misha nima atalmish deymizda, Xinjiang tashqi umaklarning misha kelganda bu butunlay Jing Tuanjang bo'ladi. Ya, ana ashinimi turmaga akirib ketib, turmada 3 oy yotgandan keyin yiliqidek o'zini tutolmaydigan mushta kasal bo'lib, uyiga akirib, hadisning uyida akirib 5 oydan keyin ashad o'ldi. Shu 1 oyda o'zi o'ldi, inisi o'ldi, singlisi o'ldi. Hammasi bir yilni o'ldiribdi. U o'lgan mushta yishni bilmay, mushta titrab turganda bir Uyg'ur kadr bana so'zlab berdi. Uyg'urlarni koni kadr yo'qlab kelinglar deb uni yo'qlab kelishga avt etgan. Ashining ashta holatini ko'rsatyapti-da Uyg'urlar. Diqqat qildi. Men bir ko'rib keldim deyapti-da Xitoy. Shu ko'rib avt etdi. Uyg'urlarni ashi Xitoy berib ko'rayotgan. Va Uyg'urlarni rasmiy bir ko'rish qilishga majburlab kadrlarni shaharlik o'lkalik kadrlarni ko'rib hol so'rab keldi avt etdilar. Ana halni bizni bu yana kadri bu 40 yil og'ir qapti hol so'rab kelinglar deb goylarni qo'llig'iga ancha-muncha so'g'at tutqizib avt. O yishnida mustaqil turmadan chiqib 2-3 oyga o'lib ketdi. To'qni bo'g'izlab maymunni cho'shgandek shu. Shuningda. Ikkinchi, endi men qistirib qo'ya, ularga biz og'irtolmaymiz. Chunki kompartiyasiga kirganlarni Xitoy nima qilsa haqli. Kompartiyasiga kirganlarni Xitoy nima qilsa haqli. Chunki kompartiyaga kirgan vaqtingizda siz qasam ichib kirsiz. Men barliq hayotimni, tinimni, butun o'zimning nimasini Gumsandan berdim deb qasam ichdim. Endi shuningga qarab Xitoy sizga ma'lum xizmat manfaat berdi. Endi uningdagi o Xitoy sizni beqib o'ltiramdi, qiynab o'ltiramdi. Qandaq o'ltirishi, qandaq qilishi Xitoyning egiligida, uningda hech qanday u odamni rozi bo'lolmaydi, u odamni Uyg'urlarning norozi bo'ldigan haqqi yo'q. Chunki ular do'g'or tuzgan. Har qanday kommunist partiya a'zosi Xitoy bilan shu do'g'orni tuzdi. Shuning uchun kommunist partiya a'zolarini Xitoy qanday qiynasa, qanday o'tdasa, u ikkisining o'rtasidagi rozilik uningga Uyg'urlarningki norozilik bo'ldigan haqqi yo'q. Ikkinchi, amaliyotni burmalash, haq bilan nohaqni almashtirib etish, yolg'onni rostga yasab chiqish, yolg'onni rostga aylantirib etish, rostni yolg'on qilib ko'rsatish. Buning orqali saxtapazlik, ko'z bo'yamchilik qilib, shamolni tinglab yuziga foyda kelmek. Uchinchi, tuxumdan tip undirib, bu yo'q yerdan chatoq chiqarib foyda tepish. Düşman tinch,
ikki talash tortish yo'q ahvolda, masalan, dushman tinch, ichki ularning ichida talash tortish yo'q ahvolda dushmanni yolg'on uchurlar bilan ta'minlab, ig'vo tarqitib, dushmanning ichida qalaymaqonchilik paydo qilib, andin fursatdan foydalanib hujum qilib, kutilmagan yerdan chiqib g'alaba qozonish. Uyg'urlarning için masalan esiniz bir har xil mushu tashkilotlar ichida cho't inoqlik yo'q, to'g'rimi? Asosiyatda Uyg'urlarning kuchi yo'q hozir xalqaroda. Ancha-muncha so'zlab bunda qilayotgan boshqa yo'q. Nimishqa asosiyatdan Xitoylarning bizning ichimizga solgan mushu ig'vochilik bilan, harxonchiliklar bilan biz parchib ketdik. To'rtinchi, yolg'on bilan soxta. Bu ikki axloqning o'zida hech qanday kuch va buning bilan dushmanni yengini bo'lmaydi. Haqiqatan bir yolg'on so'zni siz deb bersa, bir yor so'zni deb bersa, bundan kuch yo'q, siz bilasiz. Hech qanday ish yo'q bu yerda. Men yolg'on men rost deysiz. Faqat dushmanni aldash uchun odamlar aql ishlatib ijod qilgan yolg'onchilik va soxtapazlik kuch-quvvatga ega. Bu ijod qilgan soxtapazlik bilan dushmanni yengib, o'ziga foyda akalgani bo'ladi. Yolg'onchilik bilan rostchilikning uchun buni bunday emas, uni ijodchilik bilan ishlatansiz, endi uning kuchi bo'ladi yolg'on gap. Bu ijodchilik bilan ishlatishga buning aql ketadi, noyt ustunlik ketadi. Yolg'onchilikning vaqti uzun bo'lib ketsa, dushman sezib qoladi. Shuning uchun dushman sezib qolg'icha tez harakatlanib, bu yolg'onchilik yaratgan aktivlikdan foydalanib dushmanga zarba berish kerak. 5. Yo'qdan borni keltirib chiqish bo'lsa, haqiqatni amaliyotdan izlamak degan bu oliy axloq bilan ro'shan kelishtirma bo'ladi. Bu odatda xalqlarning nafratiga uchraydi. Lekin harbiy, siyosiy va diplomatiya kurashlarda har ikkili taraf qo'llangan ikki birlik pichoq. Bu xalqarada kundalik ishlatilyapti. Bu shamsharni yaxshi o'ynay olsangiz, qarshi tarafni vayron qila olasiz, hech bo'lmaganda zarba bera olasiz. Yaxshi o'ynay olmasangiz, o'zingizni yordamlantirib olasiz. Bu faqat shamsharni o'ynagan odamning saviyasiga bog'liq. Bizda bu shamsharni o'ynagan odam bo'lmadi. Birinchi jumriyatni Xitoy o'ynayapti, ikkinchi jumriyatni Xitoy o'ynayapti. 36 yil bo'lsa, mushunda qattiq bilan yumshoq, tuyuqsiz bilan ochiq oshkora, hujum bilan mudofaa, o'z bilan o'zgi, yolg'on bilan rost, mehmon bilan soyifon qatorliq qarshi narsalarning o'zgarishlarni tadqiq qilib chiqqan aql to'plami. Ben aldı yıllar sözler çıkanda burada her bir bugün sözmekçi oldum. Hem de şu boyunca her bir leksiyaya bir yaki iki yıla üstü toktayımız. Yılı bulması bir misal bulması yaxşı düşünmeyiz. Yukarı bir için sözler etikettim. Yani kaydı sözleyeyim. Her bir yılının manasını tepsili, ammibal ve diqqat tilda düşündürüşme. Ben yukarıda şunda tırıştım. Aşının mesela tilinin kelip çıkış tarihiga hammalar bir düşünce bo'lgansa, men layık xursand bo'lman. 3. Her bir yiliga Xitoy tarixidan, xalqaro sahnadan ve Uyg'ur Xitoy tarixida bo'lgan aql sinashdan, Uyg'ur ichidagi urush talashlardan 10 misol ko'rsatdim. Bu misallar harbiy, siyosiy, diplomat, iqtisod qatorliq o'xshagan sahnalarda ilindi. Bir kitobda bu to'g'riliq misollar yo'q juminglar. Bu misollar yo'q. Bu misollarni men o'qigan materiallardan o'zim ratlab chiqman. Mushuning tushirgan, mushuning tushirgan. 4. Her bir yilani Xitoy Uyg'urga qanday qo'llangan va qo'llanayotganligini tushuntirishga tirishman. Yuqorida bir mun so'zlab o'tdim bu to'g'ri. 5. Uyg'urlar bu yillarni qanday ishlatish to'g'risida maslahatimni beraman. Har qanday hukmni misol bilan yaxshi tushuntirgani bo'ladi. Biz bu yiliga munosabatli 10 misolni ko'raylik. O'xshamagan ahvollarda, o'xshamagan davrlarda kishilar bu yillarni qanday ishlatganligini
nazarimizga bir akilaylar. Birinchi, rasm 9'ga kelib qo'ying. Mishat do'stlar. Bu Xitoyga ratlab chiqqan yillar bo'lgandan keyin oldi bilan Xitoy tarixidagi bir misol bilan boshlaydi. Men barliq Xitoy misollarni mushu kitobdan olaman. Mushu kitobdan men butun Xitoylarning ichidagi tarix misollari butunlay mushu kitobdan oldim. Mushu kitobda Xitoylarning tarixini o'qisanglar, o misollar bakcha o'tadi. Oldi bilan Xitoy tarixini bir misol bilan boshlaylik. Milodiya 2020dan 2008 yilgacha bo'lgan oraliqni Xitoy tarixida 3 davlat davri deb ataydi. Bu davrdagi siyosiy, harbiy, ijtimoiy ziddiyatlarning o'zaro singib kirishini va o'zgarishini aks ettirib yozgan Xitoy tarixidagi birinchi tarix roman deb ataydigan kitobni Sango Yenyi deydi. Ben Sango Yenyi deydi. Yana Uyg'urcha 3 davlat qismi deb ataydi ekan. Men lug'at qarsam ashna deb tarjima qildim. Aslında men lug'atga qarayman jumla. 3 davlat podshoni kirmabdimi? 3 davlat qismi deb Uyg'urcha Xitoy lug'at qaradim. Bu kitap Savsav, Sungchuan, Liu Bei 3 siyosatchilarning keng tarixiy sahnada ilib borgan hayvatlik va santanatlik urush ko'rinishlarini va yilalarini tasvirlaydi. Bu kitobda har bir betida 36 yillar bu kitobning qur misollaridan, misralaridan chiqib turdi. Chiqib turdi. Bu kitobni bu Sangoyeyining butun nimasi Uyg'urchami o'rganib, butun Uyg'urlar ko'rib, Sharq Turkistonda Xitoyning hiylallarini shunda to'liq bildi. Bu kitobda mundaq bir hikoya bor. Mishatosini. Bu hikoyani Xitoy siyosatchilari va josus organlari yo'qdan borni keltirib chiqish Wuzhong Shengyuning bir tipik misoli deydi. Mana ko'ring, bu kitobda 3 davlat, biri Liu Bei, o'ttirikli Sungchuan, mayaqtga Savsav 3ni 3 rang qilib qo'ydim. Va tuan qarsang Liu Beining ostida Shu degan bor. Bu Liu Beining harbiy maslahatchisi. Bu Zhuguilang kelishdan burungi maslahatchisi. Mushu Zhuguilangni Liu Beiga tunishtirdi. Ma Chengyu degan Savsavning ostida bor. Nima Savsavning harbiy maslahatchisi ta Savsav o'lgicha hayotida Chengyu Savsavga harbiy maslahatchi bo'lgan. Liu Bei harbiy maslahatchisi Shusuning yordami bilan Savsavning generali Sovrinni bir necha qitim qayta mag'lub qilish orqali Fencheng degan shaharni ishg'ol qilib oldi ekan. Shusuning talanti egisi ekanligini bilgan Savsav shundoq deb o'ylaydi ekan. Bundaq talantli odam Liu Beiga yordamchi bo'lsa, mening Liu Bei bilan ilishishimga, jang qilishimga cho'ng to'salg'i bo'lmamdi. Bu andishasini o'zining maslahatchisi Chengyuga deydi ekan. Chenyu buni anglab shundoq deydi ekan. Shu Liu Beining yinda bo'lgan bilan uni sizning yiningizga akelmak qiyin emas. Asli Shusuning otasi va inisi o'lib ketgan, uyda bir qiyri onasi qolgan ekan. Shusu nihoyatda vafodor bola ekan. Chengyu Savsavga shundoq maslahat bergan. Shusuning onasini yinimizga akvilib, andin onasiga xat yozg'izib, Shusuni chaqirtib kelamiz. Savsav bu maslahatga ma'qul bo'ldi ekan va odam avtib Shusuning onasini yiniga akil oldi ekan. Lekin Savsavni Xan sulolasining xoini deb qaraydigan Shusuning onasi Savsavni munofiq deb tillab, o'g'li Shusuga xat yozishga qat'iy unamaydi ekan. Savsavning g'azabi kelib, Shusuning onasini o'ldirib etishga buyruq qildi ekan. Savsavning maslahatchisi Chengyu darhol bu buyruqni qaytirib ilishni so'rab shundoq deydi ekan. Agar Shusuning onasini o'ldirib etsangiz, birinchidan o'zingizning inovatini buzib olsiz. Ikkinchidan Shusuning onasini go'zal axloqini saqlab qolasiz. Shusuning
Şusuning onasi o'lsa, Şusu o'ch ilish uchun butun vujudi bilan Liubiga yordam qiladi. Agar Şusuning onasini o'ltirmasak, Şusuning yuragi ikki yoqda bo'lib, butun vujudi bilan Liubiga yordam qilolmaydi. Endi men bir amal qilib, buni bizning yinimizga akvolmiz deydi. Hozir Uyg'urlarning nurg'unlar yoshlarning rostlaysa onasi ota-onasi meyada, bolalar meyada. Burun namoyishga chiqadiganlar ota-onasi bir kelganda chiqmaydigan bo'lib qoldi. Nimishqa yurish keladi. Xitoy onasi ayat tutib, bizning meyada bir harbiy bola bor, Uyg'ur harbiy. Uningga mash ota-onasini 4 kunda bir til qo'rib, mundaq qilsang ota-onang undaq qilsa, buningmi mash qilib turdi bu bolamang deb berdi. Unda ahvollar hozir Xitoylardan noyati jiq. Savsa bu maslahatini to'g'ri ko'rib, Şusuning onasini o'ldirmaydi ekan. Shu kundan boshlab Qingyu Savsaning harbiy maslahatchisi kunda Şusuning onasini yo'qlab bordi ekan, Şusuning onasiga xuddi o'zining onasidek muomala qiladi ekan va pat-pat sovg'at avatib turdi ekan. Ham bu sovg'atga salom xat qo'shib qo'ydi ekan. Buningdan tasvirlangan Şusuning onasimi salom xat qaytardi ekan. Bunun orqali Qingyu Şusuning onasining puchurkasini qo'lga tushirib oldi ekan. Bu puchurkani doğrab, Şusuning onasining nomida bir parcha xat yozib, Şusuga topshirib berdi. Bu xatni ko'rgan Şusu ko'zlaridan to'xtamay yosh eqib, Liubidan onasini ko'rib kelishga so'raydi. Amal yo'q, Liubi ruxsat berdi. Shuning bilan Şusu bu yolg'on xatning chaqirqi bilan Savsaning yiniga ketadi. Qingyu yo'qdan borni keltirib chiqish Wuzhong Shengyu hiyla ishlatib, Şusuning onasi yozgan xatni birini o'ydirib chiqib, Şusuning Savsaning yiniga akilib oldi. Şusu. Hozirmi Xitoy mushu hiyla bilan yeng mushu masalanga irqiy qirg'inchilik bu. Irqiy qirg'inchilik demanglar 50-yildan cho'ng irqi boshlangan. Endi hozirgi bu Uyg'urlar yaqinqi irqiy qirg'inchilik deyapti-da. Mushuni desakda, yaqinqi irqiy qirg'inchilikdan boshlab Xitoy hozirmi mushu yilani ishlatib ota-onasiga yoki oila xat yozg'izib, minglagan chet ellik Uyg'urni Sharqiy Turkistonga akilib zindonga tashladi. Aşaqda bağın bir neçisi, ben u yoqni shunda maqtab, shunda rad bu gaplar so'zlab berganlar bor. Aşaq qaytib ketamsizlar desam, yo ota-onamiz hargiz bo'ldi, bundan keyin bizni yo'qlabmi kelmanglar deydi. Endi ota-onalar deganda endi birisi ketibdi, u hatto shu dadamdan boshqa mening aka inlarimni ko'rashgan ekanmi deganlar bor. Mana bu ichkilik Uyg'urlarni qanchalik Uyg'urlarni yin kelganda xat yozib otang borda mishadan balla ashunga ketib asha zindonga tushib ketdi, otim tushdi, o'zim o'ldi. Aqichan ashlar borgan otalar nemish kelding, hey sarang deb ketgandi. Ikkinchi misol. Ikkinchi Dünya urush davrida Sovet Qizil armiyasining kapitani Vaysukaya qo'mondonligidagi zarbidor otryad bir vazifani topshirib oldi ekan. Ma'lum bir tosh yo'l bo'lsa, German armiyasiga ta'minot yetkazadigan muhim qatnash yo'li. U tosh yo'lga darhol mina ko'milsin. Lekin u zarbidor otryadning qo'lida hech qanday mina yo'q ekan. Harbiy bazga berib mina akalgicha vaqt o'tib ketib, vazifani ado qilish mumkin emas. Shuning bilan kapitan Vaysokaya har bir jangchilarga German tilida minaga diqqat deb yozilgan taxtini yasab chiqishga buyruq berdi. Kech kirganda bu zarbidor otryad German armiyasining mudofaa sepidan o'tib, bu taxtaylarni tosh yo'lga sanjib qo'ydi. Tong atganda Sovet askarlari kuzatish qorovullardan Germanlarning transport mashinalari tosh yo'lda to'xtab, shofirlar noiti ehtiyotchan bilan taxtayning yiniga kelib, dir-dir titrab xatlarni o'qiyotgan ahvolni ko'rdik. Uzun o'tmay tosh yo'l har xil harbiy Germanlarning har xil harbiy materiallarni bosgan German mashinalari bilan to'shib ketadi ekan. Bu fursatni ching tutib, Qizil armiyasining to'pchi qismi tuyuqsiz hujum qilib,
Germanlarning qatnash qismiga cho'ng zarba berdi. Sovet armiyasi yo'qdan barni keltirib chiqish hiylarini ishlatib, taxtaga yolg'on uchurni yezib, Germanliklarni bu yo'lda minaning borligiga ishontirdi ekan. Germanlar buning yolg'on ekanligini bilib bo'lguncha ularni cho'ng chiqimdor qildi. Bu yolg'onni rost deb ko'rsatib, Germanlar bu yolg'onni bilib olguncha zarba bergan misol. Amaliyotda ikkinchi jumhuriyat jarayonida bu yillarni milliy armiya ishlatgan. Nima jingni ip bo'lib, sheyxu hujum qilishdan burun shu kitoblarni o'qisanglar chiqadi. Mana shu kitoblarda olgan misol. Shu yillar milliy armiyalarga Xitoylar o'zlarining razvedchiklarini avtib, milliy armiyalar qancha askari bor ko'rib kel desa, buni milliy armiyalarmi Xitoyning razvedchik kelganligini bilib, shu isqoqbeklar uniki milliy armiyaning u yer bir 20 dak mashinasi bor ekan, tong atqich avval 5 mashinasini aylantirib keldi. Keyin yana 10 mashinasini, keyin yana 5 tong atqich aylantirib keyin Xitoylar sarab baqsa 300 mashin minib ketganda, voy odami noit jiqgan degan xabarni Xitoylar aktilgan, buni ishlatib ekan. Men bir kitobdan shu bir kitobda o'qigandim. Tong atqich kecha tong atqich minib 20 mashinani 200 mashinada ko'rsatib o'tgan. Yo'qdan barni Shundan keyingi shaqshumbulni tingib, chang chiqarib so'rtib deb yozildi ekan. Shundanmi mana shuni Sadir Palvonmi kuratga kona sepilni olganda o'zi yolg'iz nechut kayniga kalalarni shu kallalarning hammasini quyruqiga yog'ochlarni to'pchaga chiqargan cho'plarni qitbosh qolganiga butun yer to'pchaga chiqib ketdi. Manjular yamanchi askar kelib kona shaharni tashlab chiqib o'zi yolg'iz ilib olib keldi Sadir Palvon. Sadir Palvon hikoyasi menda bor, uni o'qiyman, qiziqarli nurg'unlari adabiyotlashib ketgan. Lekin qiziqarli Uyg'ur xalqiga ish qilib, bizning mushtaq qahramonlar mushtaq ish qilib degan aktiv ilhom berdi. Yo'qdan barni keltirib chiqishning go'zal yeri u yolg'on bilan rostni almashtirib, haqiqiy maqsadni yushirib, dushmanni saqlanaman debmi saqlanolmaydigan holatga qo'yish. Germanlarning askarlari Sovet armiyasining to'piga uchirgan vaqtida ular saqlayman deb saqlanadi. Yo'qdan barni keltirib chiqish hilasi bo'lsa, yetakchilarning aqli ishlatishda eng oliy darajaga yetganligini bildirdi. Uchinchi misol, xalqlarda yo'qdan barni keltirib chiqish degan idiom bilan insonlar yaratgan rivoyatlarni tasvirlaydi. Buni bir rivoyat, men buningga kirgizdim. Bu yiliga, bu bir Avstraliyaning bu hikoyasini men o'zim. O'rta dengizning sharqidagi Avstraliya bo'lsa, 50% zamini qumliq, tirolg'u yer va suv manbasi kam bo'lgan kichik bir davlat edi. Lekin Avstraliya xalqi mushundaq unumsiz tuproqda bir dehqonchilikning rivoyatini yaratdi. Qumliqni atir gul bilan to'ldirib Avstraliya bo'lsa sut bilan hasal eqib turadigan yer degan tashviqot bir quruq gap emas. U yo'qdan barni keltirib chiqish orqali yo'qni barni keltirib chiqish aqlni ishlatib erishgan shonliq natijaning bir misoli. Avstraliyaning sig'in kalisi dunyo bo'yicha eng jiq sut berilgan. Oshni axir eshak ekan. Xalqi o'rtaq hisobda har yili bir odam 500 gramdan ortiq hasal yeydi. Süt ve hasal bilan o'z davlatini ta'minlaydi ham eksport qila oladi. Avstraliyaliklar tomchilash sug'urish sistemasini qo'llanish orqali bu natijaga yetishdi. Bu tomchilash sistemasi o qumliq suv qo'ysangiz singib ketadi. Shuning uchun Avstraliya buğday har qanday terolg'uning inch har bir yiltizning ostiga bir turbina qo'ygan. Tunca yarattı bunu bular. Su aşağı düşüvergenken kummu layık aylandı, toprak aylandı. Su düşüvergenken kummu bir mol, çöplerimi ösüyürdüğün gibi. Konak ulaş inç muşu sımdak muşu aldımdaki muştak inç sımdak turbini muş bütün terolguya koyup her bir terolgunun ile su degen tim çıktı okuldan çıkanda aşında kılıp şeyin içinde aylandı.
Tamchilik sug'urta sistemasi orqali suvni o'simliklarning yildiziga bevosita opirib, qumliqni ko'plikka aylantirdi. Buni men yo'qdan borni keltirib chiqishning bir misoli deb qarayman. 4. Savdo suhbatlarda yo'qdan borni keltirib chiqish yilani ishlatib, yolg'on narsani rostdek ko'rsatib, qarshi tarafni ishonishga majbur qilolgan odamni suhbat moyiri deymiz. Xitoy bilan Xitoy bu yila bilan Yaponni oldigan bir misolni ko'raylik. Xitoyning bir to'qimchilik shirkati Yaponiyaning bir shirkatidan asbob uskuna akirish uchun ilib borgan suhbatda Xitoy kelishgan bahodan qayta yenib oldi. Ahiri Yapon şirketining bosh direktorining ochchig'i kelib, Wang apandi, biz necha qatim yuqoridan ruxsat so'rab, bahosini 4 qatim tushirdik. 3 million dollardan 1,5 million dollarga tushirib, asli bahosidan 50% tushirdik. Qo'limizdagi keladigan g'amxo'rlikni qildik, lekin sizlar yana kelishimga qo'l qo'yishdan yenib borsizlar. Bu nima degan shafqatsizlik va kazzoblik deb qo'lidagi sumkani ustalning ustiga tashlab edik. Xitoy shirkatining bosh direktori o'rnidan turib, "Afandim, esingizda bo'lsin, buningga o'xshash asbob uskuna sotadigan shirkatlar nihoyat ko'p. Sizlarning bahoringlarni va sizning pozitsiyangizni biz qabul qila olmaymiz" deb ochiq bilan oldidagi sumkani ustalning ustiga tashlaydi. Bu Xitoy bosh direktorining sumkasining sertimisi ichiq ekan. Sumkasi tashlangan zaman sumka ichidagi Yevropadagi bir shirkatning asbob uskunalarining material va suratlari ustalning ustiga chechilib tushdi. Bu suratlarni ko'rgan Yapon direktori xo'sh tabassum bilan Xitoy direktorining qo'lini tutib, "Wang apandi, mening huquqim cheklik, men yuqori bilan maslahatlashib ondan javob beray" deydi. Xitoy direktori keskinlik bilan shirkatinglarga aytib qo'yib, sizlarning bu bahosinglarga biz qiziqmaymiz deb keyniga burilib ketdi. Bir kun o'tgandan keyin bahosini yana 10% tushirib berdi. Bu Xitoy sumkasining sistemasini qasddan taqamay, ichiga Yevropa shirkatlarining asbob uskunalarining material va suratlarini silib qo'yib, buning orqali Yaponlarga bir xato tushuncha berib, malni arzon ilib oldi. Mana buningdan bilgini bo'ladiki, bu yilani ishlatganda yolg'on narsa cho'qim rostdek ko'rinishi kerak. Qarshi taraf buni rostdek qabul qilish kerak. Yapon rostdek qabul qildida, bular rost boshqa yerlarda so'zlashib yutdi. Bu qarshi taraf sizning deganingiz rost yolg'onligini isbotlanmasligi kerak yoki isbotlashga vaqti bo'lmasligi kerak. 5. Yo'qdan borni keltirib chiqish bilan dushmanning ichiga har xil guruhlarning o'ttirisiga aktiv faoliyatchilarning orasida, hatto do'stlarning orasida bo'lgunchilik akilib chiqqani bo'ladi. Bundaq bo'lgunchilik qilishning maqsadi qarshi tarafning ichida qalaymaqonchilik, mujmallik va qoymoq turish paydo qilib, ularning orasida surkilish, to'qinish va gumonlik yaratib, asli dushmanga taqobil turish uchun markazlashtirgan kuchning bir qismini ichki to'qinishga chechivitishga majbur bo'lish. Hozir buni dunyodagi Uyg'ur tashkilotlar qarsanlar. Men buni burun 2018-yilgi bir misolni ko'rsataman. Bir necha yil burun, Turkiyaga 18 yosh kirgan bir Uyg'ur qiz, men ismini bilmayman deb tushundim bu ishni. Qizi mardlik bir Uyg'ur qiz mardligi jush urib turadigan, kishini hayajonlantirgan, Sharqiy Turkiston xalqining jangovarlik ro'yini o'stiradigan nutq so'zladi va xalqqa murojaat qildi. Asla bu qizning nutqi Sharqiy Turkiston xalqining Xitoyga bo'lgan nafratini texmo qo'zg'ab, xalqning kuchini mustaqillik harakatga markazlashtirish edi.
hem şundaq rol oynashqa başlagan idi. Ünmegen çığının tügüdün tuğulmagan toşkandan balısı yügrek çıktı degendek bazı insanlar bu kız lannet degan so'zni Uyg'urlar ishlatdi dedi. Bu qilma haqida bir qilma Uyg'urlar lannet deb so'zlagan. Deb ishlatdi deb Qur'onlardan oyatlarni o'qib, hadislardan misollarni keltirib, to'rlarda shikoyat qilib qoqshab ketdi. Bunun neticesinde Uygurların içinde bu kızın nutqini qoğdaş ve ayıplaş iki gruba payda buldu. Xitayga merkezleştiriş, nefret, başka talaş tartış, özara gumanlış bilen çiçilip ketdi. Yana bir yüz bergen iş, Türkiye'de bir partiyanın namoyish qilish ruxsatini alganligidan foydalanib Seyit Tunturuk yetakchiligidagi faoliyatchilar Turkiyaning har yerlaridan necha ming odamni avtobus bilan Anqaraga to'shib, Xitoyga qarshi keng ko'lamda namoyish ilib bordi. Bu 2018 yildagi odam soni eng ko'p namoyish bo'ldi. Lekin akademik qatorliq 4 tashkilot tuxumdan tukundirib bu namoyishga til takkizdi. Lekin bularning yolg'on yovaq gaplarni to'qib chiqishi o'zlariga ovora topdi va ota obro'yiga dog' tushar. Bu bo'lsa yilani ishlatib mag'lub bo'lganning misoli. 6. Yo'qdan barni keltirib chiqish yilani soqchi yoki nazorat organlarini behuda qilishga ishlatgani bo'ladi. Agar soqchi idorasining sizning harakatlaringizni qattiq kuzatayotgan, sizning telefoningizni anglayotganligini bilsangiz, ularni bu yillar bilan ishlatib behuda qilish imkoniyati bo'ladi. Sovet ittifoqi davrida bir kommunistik sistemga qarshi turadigan faoliyatchi doim do'stlarga telefon ochib, "Men ata birlashma axborot agenti muxbiri bilan tomoqda billa bo'laman. Burada hafta Germaniyadan keladigan 5 odam bilan ko'rishadigan bo'ldim. Tunugun men tonimaydigan bir odam Fransiyadagi bir nashriyotning menga kitob va pul avitib berganligini aytdi. Soqcha men turadigan binoga 5 odamni o'rinlashtirdi" deydi. Bu xabarlarning hammasi yolg'on ekan. Amaliyot bunda xabarlar yo'q. Bu odam degan chet elliklar allaqachon o'zining uylarida o'zining uyqularini uxlab turdi. Asta bu soqchilar bu faoliyatchini fantaziya kesili barkan deb hushyorlikni bo'shtidi ekan. Bir kuni yana do'stiga telefon ochib, bugun tushdan keyin soat 2da bir germaniyalik muxbir bilan ko'rishaman deydi ekan. Soqchilar buni yana jo'lavatudi deb chattig'i bo'lmaydi ekan. Lekin bu chiqib u muxbir bilan ko'rishib o'zining ahvolini va Sovet ittifoqi ichidagi ahvollarni u muxbirga deb berdi. Bu bo'lsa nurg'un yo'q ishlar bilan soqchilarni behudalik holatga qo'yib, kelgusidagi bor ishni yoshirish maqsadga yetganlik. Bu cho'chaklardagi bo'ri keldi deb to'la verib, rost bo'ri kelganda hech kim chiqmagan hikoyaning ijobiy ishiltishi. Bana 2 minut ruxsat beringlar. Muhterem ko'rgan do'stlar, ko'rayotganinglar Mevlana Yasin Efendining taqdim qilishida 36 hiyla nomli bir yurish programmaning 8-bobi. Yani yo'q yerdan futuh chiqarish, yo'q yerdan paydo qilish hilasi haqida to'xtalyotdi. Programmaning ilgirki taqdim qilingan qismlari yo'qolib ketganligi uchun tekrar berilganligini programmaning boshlanish qismida deb qo'ydik. Hozir anlamaganlar olsa, yana anlab qolsin deb da'vatimiz. Yani bu programma 36 bobdan to'shqicha hammasi inshaalloh to'liqlandi. Shunga fursat bergaysizlar. Manfaatlangaysizlar va manfaatlantirgaysizlar. Keyin o'zim chiqyapamda. Chiqyapti. Xudoyim bir har oyda birdan so'zlashga tirishay. Tamam.
Chunki boshqa mazmunlar yamanjiqcha so'zlaydigan hozir. Shunday. Yettinchi misol. Hozir dunyoda moda bo'lgan atalg'i cho'ng portlash. Hozirgi dunyoda eng moda bo'lgan ham ilm fan sohasidagi eng oldiga ketib qolgan soha. Chunki buningga yamanjiq bilim ketadi. Hozirgi musharki barliq fizik, ximiya bilimlarning hammasini qo'llanish to'g'ri keladi matematika. Bu hozir ilm sohasidagi eng cho'ng texi haqiqatlanmagan, nurg'un yerlar farazga to'shgan ashundaq sohada bu yillarning 36 bu yilani bu yerda aqlning deb ishlatay, astronomiya ishlatganligining bir misoli. Bu yilani ishlatganligining bir 1920-yili Angliyalik astronomiya olimi Fred Hoyle olamning kelib chiqishini tasvirlaganda chaqchaq qilib olam bir cho'ng portlashdan kelib chiqqan deb ekan. Lekin amaliyotda Fred Hoyle o'zi olamning cho'ng portlashdan kelib chiqqanligiga ishonmaydi ekan. Bu olam degan beshi yo'q yoki oyog'i yo'q uzluksiz taraqqiyot andizisi deb ishindi ekan. 1927-yili Belgiyalik matematik va astronom George Lemaitre koinot bir yolg'iz chekitdan boshlanib, andin so'zilib, kengayib, yeyilib, hozirgidek cho'ng bo'lgan va davomli kengaydi deydi ekan. Butunlay farazlar vaqtlarda 1950-yili radio astronomiya kuzatishda koinotning nihoyatda tez kengayayotganligini bilib, koinot nihoyatda zich moddaning portlashidan kelib chiqqan degan kuzatishni tasdiqlab, har qanday narsa bir belgilik vaqtdan boshlangan va uning oldida hech qanday narsa mavjud emas degan nazariya paydo bo'ldi. Bu nazariyani cho'ng portlash deb ataydi. Asli Fred Hoyle bu cho'ng portlash degan atalg'uni koinot deganning boshlanishi bor degan ko'z qarashni zongli qilib degan. Lekin hozir bu atalg'u koinot sohasidagi ilmiy atalg'uga aylandi. Masalan, bu yilqi koinotni kengayotganini qanday bildi desanglarchi, g'ayvaqt yilqi masalan, siz jiroqdan bir mashina ketib qolsa, ketsa chiroq. Bu mashina uzaygan sir chiroqning nuri guvalishib ketadi. Shu bu nurg'un vaqtda bular kuzatgandimi? Nima yilqi nur kengayotgan, jiroqlashib ketib qolganini yulduzlarning yilqi nurininki chekinib ketib qolganligidan biladi. Bu bir xil usul, hozirgi usullar ko'payib ketdi. Bu cho'ng portlash asli yo'q narsani tasvirlab dunyoga kelgan edi. Hozir u bor narsaga aylandi. Hozir kvant fizikidagi kvant davolg'ush bo'lsa, yo'qdan borni keltirib chiqishga nihoyatda yaxshi tushuntirish berdi. Falsafa degan yo'qdan borni keltirib chiqadigan aql. Falsafa degan bizga ishning natijasini deb bermaydi. Faqat bizga yo'l ko'rsatadi, usul o'rgatadi, hatto usulni o'rgatmaydi. Yo'qdan borni keltirib chiqadigan aqlni o'rgatadi. Boshqalar chiqargan natijani boshqalar chiqargan natijadan o'rgangan narsa bilimga kirdi. O'zimizning ichidan chiqqan narsa aqlga kirdi. Falsafa degan ideya dunyosi, o'y fikr dunyosi, aks ettirish dunyosi, qarshi savol qo'yish dunyosi. Mushlarning birligi. Egallagan bilim falsafaga kirmaydi. Falsafani o'rganish uchun qarshi tafakkur qilishni o'rganish kerak. Faqat shu vaqtda biz o'zimizning borlig'ini, yana mavjudligini bilamiz. Uyg'urlarda tillashpa, qarshi fikr qilib suhbat qilish yo'q. Halo? Üzülüp ketdi o. Uqmayman, men so'zlab borman-ku. Siz o'zingiz kirgan linkni qayta kiring. Hamsimanda chiqib boshqani ko'rdimi? Ma'lum chiqib qoldingiz. Linkni takrar yo'lab qo'ydim. Ulanmatamda. Men ulandim, men kirdim-ku. Siz yo'q. Men bor, siz yo'q meninkida. Ben de şunu gördüm. Tamam. Oldu mu?
Hazır olanda. Ne geldi hukumatimde aldın kıtını? Tamam. Ben sana 7. yıldan başlay. Demedim. Hele ki partlaşının ki çok partlaşının. Big Bang'ın demişsin sözler tutuk. Hele ki Mesela şu mesela bin bağlanırsa ben başlarım. Ne gördüm ne gördüm hukumatim lazım. mel mak. Ya 8. öt gideyim ya. Burada şu ahir kulas kısmı kelgen zaten. Andasa mesela bin bağına 7. sınıf 6. dağıtımında başkalar mesela felsefe degan yo'qdan barni keltirib chiqadigan aql. Felsefe degan bizga bir ishning natijasini deb bermaydi. Faqat bizga yo'l ko'rsatadi. Usul o'rgatadi. Hatto usulni o'rgatmaydi. Yo'qdan barni keltirib chiqadigan aqlni o'rgatadi. Buni felsefe deydi. Boshqalar chiqargan natijadan o'rgangan narsa bilimga kiradi. O'zimizning ichidan chiqqan narsa aqlga kiradi. Felsefe degan ideya dunyosi, o'y fikr dunyosi, aks etish dunyosi, qarshi savol qo'yish dunyosining birlashmasi. Egallagan bilim falsafaga kirmaydi. Falsafani o'rganish uchun qarshi tafakkur qilishni o'rganish kerak. Faqat shu vaqtida biz o'zimizning borlig'ini, yana mavjudligini bilamiz. Olam bo'lsa, insoniyat bo'lsin, olam bo'lsin, insoniyat bo'lsin, harbiy ishlar yoki savdo ishlar bo'lsin, falsafa yoki matematika yoki har qanday ilm-fan bo'lsin, bu olamdagi har qanday narsa yo'qdan borga kelgan. 8. misol, Rossiya oktyabr inqilobi. Rossiya inqilobida Leninning Bolshevik partiyasi 1917-yili fevralda Çar padişahını bekar qilib qurilgan vaqtincha hukumatni og'dirib huquqni qo'lga elish jarayonida bu yilani moyillik bilan ishlatgan. Bolsheviklar vaqtincha hukumatning barliq amaldorlarini qishliq saroyda biroqla yo'qotish uchun qishliq saroyga hujum qilish planini tuzgan. Bu nishonga yetish uchun barliq ishchilarni qo'zg'ash zarur ekan. Bolsheviklar ishchilarni qo'zg'ash uchun zavodga berib, u zavodga ishchilarga, B zavoddagi ishchilar B zavoddagi ishchilar qishliq saroyga qarab yo'lga chiqibdi, bizmi mangayli deb zavodga ishchilarni quturtdi ekan. Amaliyotda B zavodga ishchilar yo'lga chiqqani yo'q. Lekin buni anglagan zavodga ishchilar darhol qurollarni ilib yo'lga chiqdi ekan. Buning natijasida zavodga ishchilarning yo'lga chiqqanligi haqiqatga aylandi ekan. Bu haqiqatni ko'rgan B zavodning ishchilarimi qo'llariga qurol ilib yo'lga chiqdi ekan. Bu ikkala zavodning ishchilari qishliq saroyning oldida uchirganda bu haqiqatga aylandi. Yo'q yurishni yolg'ondan tashviq qilish orqali rost yurishga keltirib chiqdi ekan. Buning natijasida bolsheviklar Oq saroyni ishg'ol qildi ekan va vaqtincha hukumatning barliq amaldorlarini qo'lga ilib bolshevik hokimiyatni qurib chiqdi ekan. Lenin yo'qdan borni keltirib chiqish hiylarini ishlatib, insonlarga cheksiz zulm akelgan kommunistik hokimiyatni qurib chiqdi. Buning dardini dunyo xalqi hozir qadar tortyapti. Sharqi Turkiston xalqi bu sistemning eng cho'ng qurboni. 9. misol, 1989-yili 6-oyning 4-kuni Xitoy o'quvchilari Xitoyning poytaxti Tianmen maydonida Xitoy hukumatining cherikchiligiga qarshi va erkinlikni talab qilish namoyishini ilib bordi. Bu namoyish qonliq bostirish bilan oyoqlashdi. Lekin Xitoy hukumati chet elda o'qiyotgan Xitoy o'quvchilarga ziyonkashlik qiladigan niyati yo'q edi. Amaliyotda Xitoy hukumati o'zining izzatini saqlash uchun chet eldan kelgan o'quvchilarga yaxshi pozitsiyada bo'lgan. Lekin Amerikadagi Xitoy o'quvchilar uyushmasi va Xitoy advokatlari bu fursatdan foydalanib
yo'qdan barni keltirib chiqish hiylarini ishlatib Xitoy o'quvchilari Xitoyga qaysilar ziyonkashlikka uchraydi degan tashviqotni keng ko'lamda ilib berib, Amerika hukumatiga Amerikada turishliq 55 ming Xitoy o'quvchilarga yeshil kinishga berishga bisim ishiltudi. Bu bitimning natijasida Amerikaning prezidenti Cho'ng Bush 1990 yili 4 ayning 11 kuni 12711 nomerlik ma'muriy buyruq tushirib, 1990 yili 4 ayning 11 kundan burun kelgan Xitoy o'quvchilari, ularning oilasi Javan vizan olganlarmi Amerikada turish va xizmat qilish salohiyatini berdi. 1992 yil 10 ayning 9 kuni Nancy Pelosi bilan Slade Gorton o'ttirga qo'ygan taklifga Amerika qurultay va kengash palatasi ma'qul bo'ldi. Bush qo'l qo'ydi. Shuning bilan 1992 yili Xitoy o'quvchilari qo'g'dash qonuni Chinese Student Protection Act of 1992 deydi. Amerikaning umumiy qonunining bir qismiga aylandi. Bu qonunni ommaviy qonun Public Law 102-404 deb ataydi. Bu qonunning natijasida 55 ming Xitoy o'quvchilari Amerika fuqarosi bo'ldi. Bu 55 mingga ergishib, bularning ota-onasi, urug' tuqqanlari, tanishlari Amerikaga kelishga boshlaydi va Amerikada nechidan bola tug'ishga boshlaydi. Buning natijasida shu vaqtdagi 1 millionga yetmaydigan Amerika turishli Xitoy hozir 6 milliondan oshib ketdi. Amerikaning muhim o'rinlarga Xitoylar urilishib, Amerikaning Amerikaning texnikalarini Xitoyga o'g'irlab ilib berib, Xitoyni xeyli kuchli qildi. Endi men tuanda bir rasm avatgan, eng oxirida Xitoycha uyg'ur, eng oxirgi bir rasm ko'rsatdim. Nasıl evet. Ahirda. Mana endi Xitoylarningki nimasida so'ngmush harbiy qoidasida o'sha so'z nimalar nurg'a o'ttirgani ma birisi yig'inchoq bunda yigitdi. Men buni Xitoycha tarjima qildim. So'nggi strategiya va taktika odam uloqchi. Odam uloqchi, ha? Mana shahvat paslik odamni soyib jamol yilisi bilan keltirish kerak. Ochko'z odamni oqcha bilan keltirish kerak. Aql farosatlik odamni samimiy ta'lim ilish orqali keltirish kerak. Shagird bo'ladi. Ha? Shagird bo'ladi. Ha, shagird va samimiy ta'lim. Suygi kamchil odamni bexatarlik tuyg'usini paydo qilish orqali keltirish kerak. Shuhratparast odamni orzusini qanoatlantirish orqali keltirish kerak. Botir odamni haqqoniyat tuyg'usi bilan qo'lga tushirish kerak. Ahmaq odamni cho'ng qatlama nonda Xitoylar dabing deb qo'ydi, yaqinda Xitoylarning yeydigan neni ichiga xisay qo'ydi. Cho'ng men qatlama deb tarjima qilib qo'ydim. Cho'ng qatlim nonni ko'rsatib keltirish kerak. Saxtapast odamni huquq va kuch orqali keltirish kerak. Ziyrak odamni qo'g'lash kaltigi bilan qo'g'lab tushirish kerak. Qo'lga tushirish kerak. Mana 10 odamni men mishan deb qo'ydim. Amaliyot Uyg'urlarning ichidami bir necha misollarni mishan deb o'tkita Uyg'urlar ichida bu yo'qni keltirish kerak 10-chi. Masalanga Dolqin Ayso bilan Umar Qadar ikkisi o'sha Robimdamni og'dirib etishmi, o'sha yo'qdan barni keltirib chiqish yillarning bir muvaffaqiyatli nimasi. Asla shu 1 yil burun Parijda saylan bo'lib, bu saylamda Robimdam 99 nadimi saylan. Men o Parijninki men futbol musobaqasi bo'lgan yili borsam saylan qatnashga men shu yig'inga 20 kun qatnashdim. Menga so'zlash fursat beringlar dedi. Desam, men bir 5-10 minutlik fursat berdi. Men chiqib Robimdamning hozir Uyg'urlarning lideri bo'lib turishning ahamiyatini so'zladim. Mening shu so'zimning ta'siri bo'ldi deyman. Bekadinlar 1 yildan keyin Dolqin bilan Umar Qanal ikkisi favqulodda yig'in ochmayapti. Bu yig'inni ichib, Robimdamga yo'q oliy rahbar degan bir qalpoqni kaydirib qo'yiblar, u huquqni elib ekan.
Endi amal yo'q. Bu dolqunlar Ömer Kanat ishki do'qaysa Ömer Kanat ishkisi mushuning bilan jon boqqandan keyin buningda ayrılib qolsa bular hech qanday bir o'rganmabdiki, ashuning bilan mushlar chiqqan bir misolda dolqunlar. Ömer Kanatning bir maydoni yo'qli bir odam ekan buniki. Endi ashyadan ashni qilib bo'lib meyakil yana kechki Robbimdan keldi. Voy Robbimda onam deb keyin jugurib yuribdi. Yani aşımı bir yoxdan barını keltirib chiqargan bir misol. Yani aşında ve qısqa o'tib ketsem. Şunun bilan men bugungi mani tugatdim. Men buniki har oyda birdan so'zlashga tirishay. Chunki bu yer so'zlamoqchi bo'lgan narsa noyat to'g'ri. Xitoylar odam go'shigan tarix nimasi bor tayyorlab qo'ygan. Xitoy ideollardan Xitoylarni qanday vahshiyligini o'rganishlarni tayyorlab qo'ygan. Xalqaro vaziyat to'g'riliq chatma yozmalarim turadi. Iliq ilm fan, dunyo iliq. U ne yo'qitib qo'yganimiz ajoyib bo'ldi iliq. Bu zamonaviy dunyoni yaratgan 20 formini uchun so'zlagandim. Uni mendan so'rab ketgan odam bakchiq bo'ldi. Men sap yozmasi bor, so'zim yo'q, iliq linkstab so'z yo'qolib ketdi. Ularni bir takrorlaymiz. Xudoyim bo'lsa so'zlaydigan narsalar noyat ko'p. Shuning bilan so'zim nishad oyoqlashdi. Savolinglar bo'lsa javob beray. Bo'lmasa nishad oyoqlashtirsak bo'ldi. Endi ufqa ma 2 lenta pochinib ketdi, bir yerga akab qo'yasiz. Yo'q, parchalanmadi. Parchalanmadimi? Yo'q, parchalanmadi. Shu o'ttirda azroq uzuk va uni kesib chiqarib bersak bo'ldi. Bo'ldi. Endi boshqa savol bo'lsa, men javob beray, bo'lmasa oyoqlashtirsak. Bugungi bu yo'qdan ban keltirib chiqishning olgan misollaringiz orqali jiq tushunish bo'ldi zaten. Undan boshqa g'arbdan sharq qadar misollarni shuning formula o'dillab tanlab baqdiqda hisobda shunga o'xshaydi degan shaklda. Endi Xitoyning bayatdan siz 5'de başlagan çağda Xitoyninki bu 36 yilini uzun yıllık tarihiga dediniz ma'liki. Harbiy qomusininki o'sha dastlab yezilishidan tortib bugunga qadar ishlatayotganiga 1000 yildek vaqt ketgan. 1500 yil ketdi deydi Xitoylar o'zlari. Ha. Bu Xitoyning o'zining manbalariga asoslanganligi masala bor. Aşilik men deyim Tangong Sanshiluvchi Zovishan degan bir kitobda, tarix kitobda Tangong degan bir odamning ketish eng pashni qeqib ketish eng a'lo degan. Shu kitobda 1500 yil burun kitobda shu gap borki, u kitobdagi Zovishan degan o'sha 36 yilining 36-yisi. Şunun 36 yılı şu kitabı yozilibdi. Shuningdan Xitoylar 1500 yillik tarix ega deb ashadildi. Anlaşıldı. Mening nimamga diqqatimga chekkan narsa nima desa, bu 1000 yil burunqi ajdodi, 20 ming yil burunqi ajdodi qoldirib ketgan ma'lum bir so'zni yaldamni chiqish qilib turib, uning ustiga tosh qo'yib ular. Uni taxmin beyitib zamonga ko'ra ondan turli shaklda foydalanib bugunga qadar davom qilib ketdi-da. Ha, davom etdi. Undaqda Xitoy tarixdan buyon hech hokimiyat surib boqmagan, endi bir davlat qurib qoldi, bundan burunqisi asosan mustamlikda o'tgan degan nimalar bor, fikrlar bor. Undaqda bu Xitoy mushu o'zi qulluq holatida turib qandaqsiga bu 1000 yildan ortiq ajdodining tiliga varislik qila oladigan bir nimani ishlatib qandaq kelganda shulga. Bak biz hozir bir qatorliq mustamlikada 3-4 qatam til almashtirib 100 yil bir yozilgan ajdodning kitobini oldimizga qo'ysa kekeshlaymiz hozir. O'qiyanmay, tushunmay. Shunga deymanda Masalan bu Xitoylarninki masalan masalan Songzi Bingfa yozilganiga 2500 yil bo'ldi. Endi 36 degan shu Songzi Bingfa degan men dedim qo'y nəhayət mürəkkəb til, intayin səviyyəsi yuqur Xitaylar şu vaqtda bu vaqtda Xitay ziyalıları degan Jugelan deganlar nəhayət az tarixdə. Uyg'urlarning tarixda urug'larda 90% adam savodsizg'u, to'g'rimi? Nəhayət o vaqtlar savodli odam degan nəhayət az. Yevropadami shunda. Tushunmak tez. Keyin Xitoyning 90% odamlariga tushuntirish, odat xalqlarga tushunish uchun bularga men bugun 36 degan nəhayət misollar, ommabop misollar bilan tushuntirsangiz bo'ladi. Shuni tushuntirish uchun bu xalq ziyolilari asta misollar bilan uzun yil tarixida birdan mushunda shakl kelgan. Xitoylarning tili masalan bir avlodga masalan ikkinchi jumriyat vaqtidagi hujjatlarni o'qisangiz, hozir biz o'qisakmi g'aybirini tushunmaganda qilamiz. Chunki tushunmaysa ajoyib bir uzun arab yo'q. Biz o
Bunu Uni Arapçadan akirgan biz. Çağataycha deb Ha. Aşı deyildi. tıllarını okusunuz, Çağatay Gaybir tıllarını okusunuz, bunda okusunuz düşengендek, lekin bir yer düşenmegендek aşta bulsun. Eğer mesela bizning mustaqil davlatimiz bo'lsa, bu tildan o tilga o'tib ketalaymiz. Xitoylar nurg'un yil mustamlikda yashagan bilan Mo'ng'ul davrida yashagan bilanmi Mo'ng'ul ishg'ol qilgan shu yerdagi 100 milliondek shu davrdagi odam Xitoy. Mo'ng'ulning tili yo'q. Uyg'ur tilini ishlatgan ular. Qadimgi Uyg'ur tilini. Shu Xitoylar shu tilga Xitoylarning ichida Mo'ng'ulning tili hech qachon keng Xitoyning ichida o Xitoy tili bo'lmaydi. Faqat amaldorlar ichida ozroq biladigan til bo'ladi. Shuning uchun o Mo'ng'ullarmi eng oxiri Xitoy so'zlab Xitoylashib ketadi. Çin sulası kelgandimi, Manzu milletimi, ularmı bütünlay padişahları Xitoyning she'rlarini, endi Xitoyning tarixida bepoyon kitoblar qolgan, bepoyon she'rlar qolgan. Mushu Li Bei, mushu naning she'rlar bepoyon she'r tarixlari. Li Bei'nin Uyg'urkan degan munozaralar bo'lgan biz zamonlarda. Uyg'urlar uninki u yeri Xitoy emas. O Xitoy emas, aşı hozirgi mush Qirg'izistonning ushbu sharqdan qisqa chegara bir yarında bo'lgan uni. Ana 7 yosh vaqtlarda bizningki shu vaqtdagi tilimizni o'qolaydi ekan. 7 yosh vaqtda endi Li Bei'ni Xitoylarni shunda degini, Li Bei kirgandan keyin Xitoy she'riyotiga bir jonliq, sho'xliq kirgan. Endi bu jonliq sho'xliqni nurg'un Xitoy tarixchilar hozir yo'qitib yozdigu maslatdagi tarixda shu Uyg'ur shu vaqtdagi bizning Uyg'ur, Iroq shu taraflarning tilining jonliq ruhini akirgan deb tasvirlaydi Li Bei. Shuningda endi uni nima qilganda shunga bu Xitoylar ujiq millat bo'lg'ashqa millat ichida bu saqlanib qolaverdi. Bularni mustamlik qilgan millatmi asta shu millatga aylanib ketdi. Aşıga yapıllıqlarının deydiğen gibi İkinci Dünya Urushdagi bizning eng chong g'albimiz Xitoyda mag'lub bo'lganligimiz deydi. Agar Xitoyni biz ishg'ol qilib olgansak, bizmi Xitoy bo'lib bo'lardik. Xitoy so'zi. Bu Xitoyning bepoyon boyligi, she'rligi, kitobini uning bir kirib ketsangiz degan rostni qo'lingizda tashlanmay o'qiysiz. Men yomonchiq o'qiyman bu Xitoy tarixini. Shunchalik bu Xitoyning ziyolilari tarix intayin gadoy o'tgan uyga kirib elib 3 vaqt, 1 vaqt tamoq yesa, 2 vaqt yo'q. O'tirib yetib o'tgan haqimiz. Bepoyon Onun kitapları müstemlik tarafından köydürülüp, jitilip bunda o vaqtlarda qarang, kuydirilgan va mustamliklar to'g'risi masalan Chin sulasi deysiniz, Chin sulasi podshosi o'zining podshoh davrining kitobini yozishga buyruq qildi. O podshohni yozgan bilanmi o Xitoy tili deydi. Xitoylar yozadi. Ham shu podshohning hukmronligimi shu Xitoylarga qandoq yurgizganligini yozadi. Eng oxiri shu Xitoylashib ketgan xarakterda Xitoylarning qandoq yetgan shu davr Xitoylar qanday yashaganligini yozadi. O o'zininki Chin vaqti Manzuning qanchalik nimasi bor yo'q. Hozir Xitoylar Rossiya masalanga Xitoyning nurg'un yerni egallab oldi. Shu Donbaydagi nurg'un yerlar asli Xitoyning yeri deydi. Xitoylarning bu degan xato. Asli o Donbay degan u yer degan burun Manzu davlati. Kim Manzu davlati 280 yil Xitoyni hokim surgandan keyin Xitoylar og'dirib uni tashlayotgan Manzu davlati shuningla biroqli yo'qolib ketdi. U Manzu davlatining 90% yerini Xitoy ishg'ol qilib oldi. 10% yerini Rossiya ishg'ol qilib oldi. Bu yerda hech qanday Rossiya ishg'ol qilib olgan yeri yo'q. Shu bizning Sharq Turkiston, Mo'ng'ul, Tibet hammasini Manzular qo'lga ishg'ol qilib olgan. Keyin Xitoylar Manzuni og'dirib o'tgandan keyin bu yer mushtal Xitoyning qo'liga o'tib ketganligini ishlaydi. Biz shu fursatni ikki jumhuriyat noit yaxshi fursatni Xitoy yo'qmi fursatni deyman-ku, men ikkinchi bu 11 bitim yan bir chiqdim bog'i so'zlashgan. Shu so'zga vaqtda deyman. Bo'lgan savolimningki negizida boshqa jarayon emas, albatta Xitoy ay tilni qanday saqlab qolganligini men hozir sizning bayonlaringizdan qarab, Xitoy o'zininki o'zi duch kelgan bo'hron yoki mustamlika tajovuz qatorliqlarga o'zining sonining ko'pligi bilan taqobil turib kelganligini. Sonining ko'pligi Xitoyning butunlay Xitoy millati tarixdimi bir asla shu Chongjiang va shu Huanghe daryo yashab turgan bir bunday qabilada bularning yeziqi bo'lg'ashqa boshqa millatni yeb
Anda aytsanız tarix qadar, hozir qadar 5000 jiq aşı qabilalarni yak ichiga akirib ketib yo'g'inab ketgan. Masalan, bir misolni ko'rsangiz, masalan, Juyanjang Mo'ng'ullarni og'dirib tashlagandan keyin erlar qirilib ketgandan keyin Beijing ishkirda 200 ming Mo'ng'ul ayollari qoladi ekan. Bu ayollarni qanday qilamiz deganda, Juyanjang o'ltamaymiz. Birinchi, bu ayollar bugundan tortib hech qanday Xitoycha kiyim, nima Mo'ng'ulcha kiyim, Mo'ng'ulcha so'zlash qat'iy bo'lmaydi. Mo'ng'ulga tegishga bo'lmaydi. Mo'ng'ulcha tamoq yetishga bo'lmaydi. Butunlayla bugundan tortib butunlay Xitoy bo'ladi. Agar Xitoy bo'lmaganlar kalsini ilib etamiz. Shuning bilan bu 200 mingga yaqin shu Mo'ng'ul mag'lub bo'lgandan keyin Beijing atrofida qolgan Mo'ng'ul ayol hammasi Xitoyga tegib, Xitoylashib ketadi. Shu 200 mingga yaqin Mo'ng'ul ayollari hozirgi nelar Xitoylarniki mandaysiz 25% aholisini yoritib berdi. Aş buyruqçu. Hazır Şərq Türkistanda ilk ketib qalğan siyasətin əsas şudur. Ərlərini qırış, ayollarını hər Xitaylarga beriş, Xitaylarga tegiş. Şunda çıxıb tutmaq. Xitaylarning hozirgi siyosatda tarixdan qilib kelgan. Xitoyning tarixida Xitoy Juyanjangni amaliyotda bir tungan deydi. Masalan, nurg'un Xitoyni. Lekin bular Xitoylar hammani bu Xitoyni o'ynashgan Mo'ng'ullar başqa millat o'zini ishg'ol qilgan jarayonni o'zining millati qiliblar. Xitoy Mo'ng'ulni muhitda hammasini ustiga ichkiriblar. O'zining bu tarixga hozir ishg'ol qilgan yerini qonunlashtirgan. Bir narsa mishaldan xulosalanayotadiki, kun sari haqiqat deyli, amaliyotdan izlash jarayonlarida xulosalayotgan narsa nima bo'ldi desa, millatni to'shiydigan narsa qon emaskan. Qonmi muhimkan, ammo asosan kultur va madaniyatkan. Kültür asası san bulmasa qarang. O'ylab bakınca biz Şərqi Türkistanda şunda bizning zimmimiz bepoyon cho'ng. U yerdagi burungi aholimiz nihoyat oz bizning sonimiz. Shu vaqtlarda biz sonimizni boshqa millatlarni akirib, boshqa millatlarni xotin qilib akirib ko'paytmagan. Shu vaqtlarda boshqa millat, masalan, shu vaqtlarda Xitoylarning bu akirib bo'lmasa ishkirlar degan Uyg'urlar degan davr surib turgan vaqt Xitoylarning. Yana Xitoylarning gapi bor-ku, masalan, Xu deb ataydi Uyg'urlarni. Yana Xitoylarning Xujao Manchan, Xu Zofivi deganlar hammasi Uyg'urlar. Xu Zofivi degan Uyg'urlar otlarni jugurib turgan. Shu vaqtlar jismi Uyg'urlar masalan shu vaqtda ba ishg'ol atrofidagi millatlardan to'l akirib Uyg'ur aylantirgan soni ko'payadi. Xitoyning soni oshib yeziqi bor. Yeziq tutib chiqqan gap. Xitoyning atrofidagi boshqa qabilalarning hech qaysini yeziqi yo'q. Hozirmi Xitoyda masalan Uyg'urdan, masalan Qozoqlarning bor, mush bir qo'shmasdan qolgan millatlar hammasi yo'q, 56 millat batdi deydi. Hozir Xitoydagi bor millat 15 ga yetmaydi deydi. Lekin Miyaozu deydi, o'yliqlar hammasi Xitoylashib ketdi. Qolmadi deydi. So'zlaydigan, masalan Shivalar mash bizni chapchalda atraqamiz qolmadi. Manzu millati butunlay tugdi. Manju. Birmi qolmadi. Yıllık yılı resim çıkarıp gitken bu iri ayalını Xitay. En ahırkı bir menzo milletiydi. 2000 yılıma çıkarıp geçip xeyri ayal en ahır bir menzo tili yaşap kaldı kalmadı. Şu yap tüydü etti. Nimişka Xitaylarda yezik var. Yezik var millet yazıdı. Yazgan millet akıl toplandı. Yazmagan millette akıl toplanmaydı. Xitoyning kitap o'qish nimasi necha %ga bordi? Xitoy milleti nima? Ha. Hozir o'qish milleti Xitoylarga Masalan, Uyg'urda ba'zi Uyg'urlarning noposini masalan vatannikini hisoblab baxtoq, ammo mandash etgan chog'da agar minimum 10 million Uyg'ur bor deb hisoblasak, 1 million kitob bassa tugamaydi endi. Ya 1 milyon emas, 20 milyon. Masalan, Qutlabiga yozgan kitobni, 80-yil yozgan kitob texsitlib bo'lmagan. Men kitoblar urib, masalan, Nabijonning kitobi bisildi, nurg'un bir kitoblar bisildi, Abdurahim O'tkirning o'sha Turkiyadagi. Chet el necha million bor. Ash kitobdan qanchalik setildi deb kitoblarni sanasam 300 ya 400. Shu. Uningdan keyin ma tilpinch Uyg'urlar asli o'qirman millat emas. Men shuni so'ramoqchi. Xitoy o'qirmanmi? O'qirman. Ulayliq Shudunzi yu Hongjingdao deydi. Barliq oltin kumushlar hammasi kitobning ichida deydi.
Ya, o da şu kitapның içinde bütün dünyadaki baylık kitapның içinde deydi. Ezelden de bazı baylık kitaplar şimdi Xitayda hazır Ali mektebini bitirген okuyucuların sani dünya boyunca eng jiq. Doğru okuydu ular bal Uyg'urlarni o'qitdi, fursat yetmagan, nayt oz. Uningdan keyin hozir Uyg'urlarning o'qish kitap o'qish nisbati texmi ozayib ketdi. Ma telefon chiqqan yoqqa tashkishmish telefondagi yo'q uchurg'ayliq WhatsApplar qarab yo'q gaplarni anglaydi. Mazmunli gaplarni bir soat 2 soat so'zlarni anglamaydi. Yiliq bir so'zni tillab bir ish masalan hozir ikkimiz vaqtimiz to'g'ri chiqib so'zni tillatsak, so'qatsak, 10 ming odam ko'radi. Bas. Shunda da Uyg'urlar asli bu olim, ilm, ilg'orlik degan o'qirman millatdan chiqadi. Uyg'urlar o'qirman millat emas. O'qirman millat emas. Xitoylar o'qiydi. Ziyolilar o'qiydi, bolalar o'qiydi. Hozir ajoyib o'qiydi. Bu chetdagi Uyg'urlar o'qimaydi. Mana shu kutubxonaga borsa, Uyg'ur kutubxonasi bor Turkiyada, Istanbulda. Ana kutubxonada hozir chiqayotgan kitoblardan nechta chiqdi-ku? Qator Uyg'urlar kitoblari chiqyotdi. Nabijon Tursunning chiqdi. Yani bir necha kitoblar chiqdi. Shu Turg'on Almasning kitoblari hammasi shu kitoblarning soni qanchalik setildi deb tilpi urib so'rang. 500 setildi deganni asosiyatda anglamaysiz. Turkiyada 50-60 ming. Men vaqtda bir Turkiyani so'zdim. Turkiyadagi har bir İstanbul'dagi Uyg'urlar mush kitobxona har oyda bir qatim mush ziyorat qilishni farz qilinglar dedim. Sizlarning qanchalik vatanparvarliginglar, boyo'qilqinglarni uyingizlar manda qarab mush kitobxonada 30 kitob bormi yo'q shu orqali belgilanglar dedi. Uyg'urlar nurg'un kitob oldi o'qimaydi. O'qimaydi. Uyg'urlar millat emas. Ben qanchalik o'qiysizlar o'zinglarni qo'ysiz. Masalan, kitob o'qimoq degan paytda masalan siz mashina haydayman deb. O atdiyan qo'yib mashinaning ichiga bir kitobni qo'yib qo'ysangiz, mashina o't ilib qizibgacha 2 bet o'qiydi siz. Bir yoqda ya'ni shu bir kitobni yeniz tashlab qo'ysangiz, kashda xaridorlar oti uyingizga 50 bet o'qiydi. Orası. Shunchalik. Men deyman atdiyanda namozni o'qib bo'laman. Odat 11-12 uxlayman. 4 soat uxlagandan keyin uyqu degan qondiki, bo'lib, bushta bir yo'g'on chashga qopqar kofedan birini, nima qahvadamdi. Qahvani birini akab qo'yib 1,5 soat o'qisam 100 bet o'qiyman. Odatda har qanday odam biz 1 minutda 1 bet o'qa olamiz. To'g'rimi? Sizlar masalan koniylikni o'qisanglar intayin. Men koniylikni o'qisam 4 minutda 1 bet o'qiyman. Xitoycha va inglizchani o'qisam 1 minutmi ketmaydi 1 bet. Masalan sizlar o'qisanglar koniylikni 1 betni birdan o'qib yetinglar 1 betni. Mana shunda chiqqan mush kitobni 1 betini siz bir kitobni 1 betni 1 minut o'qolmamsiz? Normal o'qisa o'qigan oldu, lekin birazcık ovozlashtirman deb o'lchamli o'qiyman. Ya o'zinglar bunda o'tirib, bunda o'qib yetinglar, to'g'rimi? Bir shuni o'xshasa, shu 1,5 soat o'qisam 100 bet o'qiyman. Ashla o'qisam men bir kitobni o'qiyman. İngilizce, Xitoycha. Xitoycha kitobni jiq o'qiyman, yangi chiqqan yaxshi kitoblar jiq o'qiyman. Bir ashunda o'qisanglar, mashinamga bir kitobni tashlab qo'yman men bu. Mashinam bir kitap tashlab qo'ysam, bir kitobni bir yarim oygacha u ham bu ham mengib kelib, jarayonlarda, navrlarim saqlagan jarayonlarda o'qib bo'laman-ku. Ashla o'qisangiz bo'ldi, kitob o'qish kerak. O'qinglar, bolalarim. Sizlar o'qisanglar, bolalaringlar o'qiydi. Sizlar o'qimasanglar, bolalaringlar o'qimaydi. Bas. Ko'p rahmat. Rahmat, Xudoyim. Men vaqt uzra ketib qoldi. Yana bir savolni bunaqa qoldirdi. Unda bo'lsa davomini kutimiz bu programmaning. Bo'ldi, men davomini tayyorlay bir chetdan. Men nemaki bu ekronga chiqimini 2,5 oyda bo'pti. Hajga berib kelib 2 oyda 15 kunda og'rib ketdim. O yerda eng qiyin uchraydi. U yer 36 yil ishlamaydi jumonglar. Alloh taoloning yeni bo'lganda 36 yil ishlamaydi. U yerda uyqudan qisib 60 soatda uxlamagandan keyin kampining ichida yotsizga, kecha haq duo, namoz o'qib, Arafatda bir kun yurib, kechasi Muzdalifa yurib, o'g'ini kecha uxlamay, 60 soat uxlamay, qo'ynim nim ketdi. 2 oyda meyakil u yerda buzilmaganda, u yerda bir medet Allah Teala berib turganga tushunmay, meya kelib 2 haftada og'rib ketdi. Men aslim ketmay, Xudoyim buyursa. Bo'ladi ufqa. Rahmat amishga. Yana nim qilishamiz, ha? Bo'ladi, maqar, mug'aysiz.
Keler Oldu, katım oldu. görüşemiz. Makul. Oldu. Aman bulamam sallallahu aleyhi ve sellem. Muhterem qarindoshlar, Mevlon Yasin Efendi'ninki taqdim qilgan umuman 39-cı son programmasini ko'rgan bo'ldinglar. İnşallah programmadagi mazmunlarga aloqador savollaring bo'lsa, tavsiyalaring bo'lsa, xato ketgan deydigan yerlaring bo'lsa, tanbehlaringlar inkos qismiga yozsanglar bo'ladi yoki Mevlon Yasin Efendi'ning bevosita telefon qilib o'ziga deysangizlarmi bo'ladi. Herhalde Allah bildiğin ilimni halkımızdan menfaat için özüre ortaklaşsak birisi birimizle menfaatlendirmez ten ögünemiz kardeşler. Buladın da aman bulanlar sizlerine Cenab-ı Allah'a tavşırıldı. Kenar katılma program görüşüşe aman bulanlar. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.